bosh to'lovsiz bitta pasport evaziga uy olishni xohlaysizmi? Hasan aka, domchi bo'lib ketdingizmi deganlar uchun domchi ham bo'lib ketdi. Yaqinroq keling. Hozir sizga reklama bo'lmasdan turib 100 dan oshiq uylar sotilib ketgan domni ko'rsataman. Hamma proyektimizni bitta vaqtda qurib, bitta vaqtda topshiraman. Mulk, недвижимость bugun o'sha investitsiya instrumenti sifatida O'zbekistonda keng tarqaldi. Shaharning eng markazida, ya'ni Mirobodda bunaqa arzon uy boshqa yo'q. Hozir mashinalar yildan yil narxi tushyapti. Uylarni yildan yil narxi oshadi. Baribir salkam 1 million aholi tug'ilyapti. Agar sizga ijarada yashash joningizga tekkan bo'lsa, mana sizga imkoniyat. Hech qanday bosh to'lovsiz uy oling. 10 tadan 10 ta dokumentiga ega bo'lgan eng ishonchli domlardan biri. Siz investitsiyangiz 100% himoyalangan. Kelgan odam osa olmasa shu ma'noda 10 ta soat tursin ekan shu gaplardan keyin ham keldim deb kelaversin. Sentyabrgacha eng kamida 20% gacha yana arzon olish imkoni bor. Hurmatli o'rtoqlar, hozir sizlarga Toshkent shahrida premium darajadagi uylar qurilishi boshlandi. Sizlarga hozirlarni tanishtirib beraman. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Charchamayapsiz, sizning suhbatingizni oldik. Yaxshi mana. Bugun mana shu Golden Lake'ga biz yurtdoshlarimizga obzor qilib bermoqchimiz. O'shanga sizdan biz bu yerda savollarimiz bor, o'shani savol berib o'tsak. Bugun samimiy qanday bor? Samimiy suhbatda guvohi bo'ldinglar. Bu gastya u biznesi azizlar Sardor akam bilan yaqinda biza Centers Development loyihasi bo'yicha tasvirga oldik. Bugun samimiy ham ustoz shogird sifatida, ham qadrdon aka-uka sifatida, ham qo'shni sifatida Sardor akamning YouTube kanallaridagi muxlislar bilan yana ko'rishganimizdan xursandmiz. Bu aslida reality formati bo'ldi. Biz hozir hech qanday tayyorgarliksiz shogirdlar bilan ustoz shogird formatida eng yana bir fayzli, nufuzli loyihalardan birida men endi o'zi maqom nuqtai nazaridan ustoz sifatida shogirdlarimga har bir produktni dalolat qilish maqsadida instruktor tashqib turganda kelishdi. Kechagina bir borsak, syomka qilsak deyishdi. Albatta xursand bo'lamiz. Bu gastyah u biznesi degan ma'noda bugun Golden Lake loyihasi misolida bugun siz bilan yana shu loyiha haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bizga qadrli, sizga qadrli o'z auditoriyasi, siz aziz muxlislarga qadrli. Kimdir ilm oladi, kimdir o'zini qaysidir savollarga javob topadi, kimdir ajab emas shu ko'rsatuv sabab bizga Sardor akam ham shu yerdan o'rganlar ularga va boshqa bizga yaqin do'stlarimizga qo'shni bo'laman desa, yaxshilikka sababchi bo'lsak xursand bo'lamiz. Welcome to the California deydi. Welcome to Golden Lake, xotirjamlik maskaniga xush kelibsiz. Buni oti Golden Lake. Centers Development kompaniyasining loyihasi Centers Towers'ni tasvirga oldik. Ikkinchi yana bir loyihasidan biri. U ham 200 million dollarlik loyiha bo'lsa, bu ham jiloy kompleksdagi 200 million dollarlik loyihani bugun batafsil siz azizlarga dalolat qilamiz. Boshlaymiz bo'lmasa. Ustoz keling, birinchi navbatda shularda savol bor. Bu tomonga o'tib olsak, ustoz. Yaxshi bo'ladi. Birinchi navbatda nima uchun bu joyi xotirjamlik maskani deyildi? Birinchi navbatda shuni ochib beraylik. To'ppa-to'g'ri zo'r azizlar. Hammamiz yaxshi yashashni xohlaymiz. Yaxshi ishlashni xohlaymiz. Centers Development kompaniyasiga zoom outga qaytadigan bo'lsak, uni shiori qadriyatlar ustuvor dedik. Qadriyat ustiga qurilgan tijorat, halollik ustida, mas'uliyat ustida, ishonch ustida va ko'p boshqa muhim O'zbekistondagi bor qadriyatlar ustida biznesimizni niyatga qarab qurdik. Unda insonlar muvaffaqiyat markaziga talpinsin deb O'zbekistonning eng markazida Centers Towers muvaffaqiyatli insonlar, nufuzli insonlar keladigan loyihani u loyihada akt etgan bo'lsak, muvaffaqiyatli insonlarning orzusi bor va nafaqat muvaffaqiyatli, har bir insonning orzusi xotirjamlikni qidiramiz. Yaxshi pul toping, yaxshi ishlang, yaxshi yashang, yaxshi dunyolarni, yaxshi mamlakatlarni kashf qiling, kezing, do'stlarning atrofiga talpining dedi. Biz olib kelamiz, baraka toping. Biza mana haqiqiy reality mana shu bo'ladi. Olib kelib qo'yarasiz-da, biz ichib Sardor akam bilan samimiy sizlar bilan demo day qildik. Bugun demo day onlayn formatida guvoh bo'lamiz. Xotirjamlik maskani mavzusiga qaytadigan bo'lsak, bu loyiha bizani o'zimizning loyihamiz, oila a'zolarimizning loyihasi. Bizani taniganlar M-Factorda, DXda, boshqa loyihalarda ko'p bizani kashf qilishgani Hasan aka.
domchi bo'lib ketdingizmi deganlar uchun domchi ham bo'lib ketdik. Demak, barakamiz, rizqimiz shu yerda ekan. Bu bizning ukamizning loyihasi. 20 yildan ziyod недвижимость sohasida mehmonxonalar, otellar, apartamentlar, ofislar, hovlilar, mahallalar, restoranlar va boshqa bizneslarni qurgan ukamiz bugun mana nasib qilsa yana ikkita eng katta nufuzli, salohiyatli loyihalardan o'zimiz Think Globally, Act Locally dunyoda kashf qilgan, dunyoda ko'rgan eng zo'r loyihalarga havas qilib yurardik. Siz xonadon xarid qilganingizdan keyin sizga dizayn va remont ishlari kerak bo'ladi. Biz Brigada S kompaniyasi shu sohada 8 yildan oshiq vaqt mobaynida ishlab kelamiz va bu vaqt mobaynida 200 dan oshiq loyihalarni muvaffaqiyatli o'z egalariga topshirganmiz. Agar sizga ham interyer dizayn xizmatlari va remont patkulich ishlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga yaqindan yordam beramiz. Bugun shunaqa havas qiladigan joylarda o'zimizning farzandlarimiz, o'zimizning do'stlarimiz, o'zimizning yaqinlarimiz shunaqa joylarga yashashini bir samimiy niyat qilgandik. Bugun Alloh qodir qildi. Imkoniyat berdi. Mana Toshkent shahrida, Mirobod tumanida, Orientir Risviy bozor, Islom Ota masjidi, bu yerda TIS xalqaro maktablar bor, atrofimizda xususiy maktablar, bog'chalar, poliklinikalar va boshqa juda ko'p ekan, supermarketlar juda ko'p ekan sistema nuqtai nazaridan. Eng asosiysi Furqat bog'i farzandlar bilan yaqinda bunday borib yashab, dam olib, zavq olish uchun ekosistema nuqtai nazaridan yaxshi fursat bo'ldi. 4,5 gektarlik hududimiz bor edi. Biz buni bosmaxonani, ofis market poligrafiya, Printuz bosmaxonasi, print media yoki print Centris print bosmaxonalarimizni shu 4,5 gektar hududda bir loyihalashtirgandik. Lekin hozir uni Yangi Hayot tumaniga oladigan bo'ldik-ku. Bu yerda lokatsiya nuqtai nazaridan haqiqatan ham xotirjamlik maskani g'oyasini amalga oshirsak, xotirjamlik maskani yaxshi insonlar kelib yashasa, ishdan keyin charchaganda farzandlar bilan, ota-onalar bilan, jigarlari bilan, qo'ni-qo'shnilar bilan halovatli, xotirjam dvor bez mashin deydi. Mashinasiz hudud 4,5 gektar hududda 27% pasatka. Bugun Manaman degan biz juda nufuzli, hurmatga loyiq developerlarni hammalarini oldin shu yo'llarni bosib o'tganlarni havas qilamiz. Ko'rganmiz ularni timsolida Murabbat Avenue'lar bo'lsin, Murad Buildings bo'lsin, Nestfanlar bo'lsin, Energy'lar bo'lsin, yana boshqa BI gruplar bo'lsin. Yana qaysilar bor? Ko'p biz havas qilgan yutuqli loyihalarni o'ziga xos yurtimizni, shahrimizni ko'rkiga ko'rk qo'shgan va o'shalarning qatorida yana bitta loyiha Turkiyada borganda ko'p do'stlarimiz biladi, mana shunga o'xshagan lokatsiyalarni havas qiladi. Agar buni o'xshatish mumkin bo'lsa, Toshkent City'dagi bor elementlar, Toshkentdagi Mirabbat Avenue'da bor elementlar, yana Toshkentdagi boshqa zo'r chiroyli, fayzli lokatsiyalardagi bor elementlarni o'zida aks etgan va 4,5 gektarda shamollarni aylanishidan tortib, ularni pasatkasidan tortib, ularni jozibadorligi, fayzi, ko'rkidan tortib va hovlilarda eng asosiysi biz buni timsolni, planini, proyektini amalga oshirayotgan paytda yoshlikda otamiz rahmatli progulkalarni yaxshi ko'rardilar. Farzandlarimiz bilan, nevaralar bilan velosipedlarda uchishni yaxshi ko'rardilar. Kechqurun nevarani olib ishdan keyin odam ishdan charchaganda xotirjam ayoli bilan, xotirjam aka-ukalari bilan, xotirjam farzandlari bilan, xotirjam do'stlari yoki jigarlari bilan xotirjam aylansa maza qiladi degan g'oya va emotsiya, his tuyg'ularni atrofiga moslab o'sha tezakni qo'yilgan holda bu proyektlar amalga oshirildi. Proyektlar albatta Turk kompaniyasi Vertebra O'zbekistondagi eng nufuzli loyihalarni dizaynini amalga oshirgan kompaniya tomonidan amalga oshirildi. Bu loyihaga kelguncha bir qancha bu proyektlari, vizuallari, o'zgarishlar amalga oshdi va nihoyat Alloh nasib hamma hujjatlarga ega bo'lgan holda alohida e'tibor qaratamiz. Hujjatlar, qurilish uchun ruxsatlar hammasi oxiriga yetgandan keyin qurilish ishlari amalga oshdi. Bugun 20-may kuni bu syomkani tasvirga olyapmiz. 26-aprel kuni biz bu showroomimizni ochilishini e'lon qildik. 2025-yil Demo Day kunlari formatida do'stlarni chaqiryapmiz. Katta bir ochilish qilmadik.
qalbimizga yaqin o'zim bloknotimda 5 mingdan ziyod do'stlarim bor ekan. Qalbimga yaqin do'stlarni bitta-bitta kelinglar, bizani haqqimizga duo qilinglar. Yaxshi insonlarning duosi haq hurmati ijobat bo'lib, siz do'stlarimiz, azizlarimizga qadrli yaqinlari, aka-ukalari, opa-singillari, do'stlari, ota-onalari, yaqinlariga bir sababchi bo'ladigan bo'lsak, dalolat qilinglar. Xudo xohlasa ishonchli kompaniya, ishonchli loyiha, ishonchli insonlar bilan hamkor sifatida investitsiyamni xavfsizligini ta'minlayman desanglar, brend bu ishonch, bizga bo'lgan ishonchinglar, bizga bo'lgan hurmatinglar. Biznes ichida 28 yildan beri ziyod faoliyat ko'rsatib, Ali Bezaprechniy reputatsiya deydi, yaxshi nomimiz uchun ishlab, ko'plab insonlarning qalbidan joy olgan bo'lsak, bugun qalbidan va hayotida bir chiroyli, yaxshi joy ola olsak va siz azizlarga yaxshilikka sababchi bo'lsak, biz xursand bo'lamiz dedik. Men o'ylaymanki, bu ham premyera. Birinchidan bu intervyuni birinchi marta o'zimni ijroimda Sardor akamni YouTube kanallari uchun beryapman. Developer shlyapasi ostida. Chunki Centris Development kompaniyasi bizning oilaga tegishli. Ukamizning loyihasi bo'lsa, unda jiyanlarimiz va biza boshqaruv kengashda biza marketing vazifalariga, dalolat va kommunikatsiya mas'uliyatlariga mas'ul bo'lganim uchun Hasan aka sizni ko'pchilik taniydi. Sizga ko'pchilik ishonadi. Brend bu ishonch deb juda ko'p mavzularni oshirgansiz. Bu ishonchni oqlash uchun umringizni, hayotingizni bag'ishlagansiz. Shu haqida ham dalolat bersangiz, kompaniyamizni timsoli sifatida, yuzi sifatida bizni ichki dunyomizni, bizni ichki qarashlarimizni, bizani imkoniyatlarimizni, bizani salohiyatlarimizni dalolat qilish mas'uliyatini sizga ishonch bildirsak, xursand bo'lamiz ishdi va biz sizga welcome to Golden Lake. Golden Lake'ga xush kelibsiz azizlar. Onlayn formatda deymiz va albatta bu showroomda kutib qolamiz. Har doim kelinglar. Bir piyola choyimiz bor. Olsanglar, olmasanglar yaxshi niyat qilib kelinglar. Shunday. Do'stlarga, qadrdonlarga bir kun kelib, "Aka, men niyat qiluvdim Mercedes olishni" deganlarni bilamiz. Mercedeslarda yuribdi. Niyat qilganman Nesvandan uy olishni deganlarni bilamiz. Bugun yetib o'tib ketishdi. Xuddi shunaqa niyat qildim. Xotirjamlik, halovat, maskanidan ham meni o'zimga investitsiyam bo'lsin. Meni o'zimni kopilka sifatida o'zimga joyimni olib, yo pulimni to'g'ri joyga yo'naltiraman. Investorlar psixologiyasi nuqtai nazaridan, yo o'zimni jigarlarimga, yo o'zimni xodimlarimga, yo o'zimni ota-onamga, yo o'zimni aka-ukalarimga, opa-singillarimga, yaqinlarimga, simdoshlarimga, xodimlarimga yaxshilikka sababchi bo'lsam, bir borib tanishaman desanglar, har doim eshigimiz ochiq. Endi bu katta ma'lumot, katta mavzular Sardor akam bilan o'ziga xos dialog formatida bu suhbatlarni davom ettiramiz. Bu qalbdan chiqqanlari qalbga yetib borsa, siz azizlarni Xudo xolasa shu video sabab kelsanglar, xursand bo'lamiz. Mana endi biz hozir videomiz eng kulminatsion nuqtasiga keldik, ya'ni uylarning narxlari bilan tanishamiz va qo'shimcha planirovkalarni ham hozir sizlar bilan o'rganamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizlarni bugun sotuv menejeri Gulirano tanishtirib beradilar. Xo'p, endi bizga hozirgi muhitda eng kerak bo'lgan planirovka va narxlarni bizlar bilan tanishtirsangiz. Aha, xo'p bo'ladi. Bizada основной hozir proyektimiz общий aytganimdek, 4 gektarga tushyapti. 28% ga uy tushadi, 72% благоустройство, озеленение, dam oladigan landshaftniy zonalar bo'ladi. Общий 10 ta blok tushyapti bizada. Hozir данный momentda bizada A1, A2, B, E2 bloklarimiz ochiq. Sotuvda hozir shu bloklarimiz ochiq. Bizada ko'rayotganingizdek, bizada hovli tibidagi xonadonlar bor. O'shani bitta ko'raylik qani? Mana bunaqa o'zini terassasi, o'zini отдельно hovlisi bilan. Keyin bizada terassali penthouse variantlar, duplex variantlarimiz bor. U yuqori etajlarda bo'ladi. Qolgan etajlarimizda hammasida 27 kvadratdan boshlab to 300 kvadratgacha bo'lgan variantlarimiz bor. Xo'p, bo'lmasa keling shu planirovkalarni ko'raylik. 27 kvadratli bor dedingiz, 300 gacha dedingiz. O'rtada qanaqalar bor? Shularni ham gaplashaylik. 40, 50 kvadrat, 60. Bizada bir xonali variantlarimiz bo'ladi 40 kvadratgacha, ikki xonali variantlarimiz boshlanadi 40 kvadratdan boshlab to 70 kvadratgacha, uch xonali variantlarimiz 75, 78 undan yuqori. Juda ham zo'r. Xo'p, endi keling bo'lmasam, mana shu uylarni narxlarini ham bitta aytaylik yurtdoshlarimiz, chunki bizlarning juda ham ko'p chet ellardan kuzatadigan yurtdoshlarimiz bor, ularga ham ma'lumot bo'ladi. Bitta uy misolida bitta narxni aytsangiz, ya'ni bizlarni ko'rgan yurtdoshlarimiz tushunarli bo'ladi.
Bizada narx kesimi individual har bitta kvartira uchun alohida narx belgilangan. Bu qanaqa bo'ladi? Bizada pastki etajlarimizga nisbatan arzonroq, tepa etajlarimizga nisbatan qimmatroq. Sababi tepa etajlardan bizada tashqi taraflama Toshkentni vidi ko'rinadi. Ichki tarafidan esa уже hovlini manzarali joylari ko'rinadi. Pastki etajlarimizda arzon qilib ko'rsatganimizda bizada endi Toshkent havosiga moslashgan и так далее. Bizada oila kesimida ko'rib chiqamiz. Har bitta oila uchun, har bitta kategoriya uchun yolg'iz qariyalar bor, yolg'iz yashovchilar, kichkina malosемейный oilalar bor. Katta oilalarga mo'ljallab qilganmiz. Shu hisobida har bitta xonadonni biz narxlarini individual narxlaganmiz. Xo'p, qani endi shu narxlarni aytaylik. Men sizga chiroyli, eng Qulay deylik. eng qulay variantlarni ko'rsatmoqchiman. Bu bitta ikki xona misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, kirish qismi alohida yotoqxona, alohida o'zini mehmonxonasi. O'zini alohida oshxonasi bilan. Shu variantda ko'rib chiqadigan bo'lsak, Xo'p. bizada narx kesimi bo'yicha ko'radigan bo'lsak, общий planirovkamiz bo'yicha bu 66 kvadrat, ikki xonali uchun chiroyli. Bizada bu ikki xonali variantlarimizda общий 65-66 kvadrat misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, 100% to'lovda bu 30% cheklanma bilan $902 tushyapti. 1 kvadrat $902. Xo'p, uylar qanaqa holatda topshiriladi? Uylar bizada korobka holatda topshiriladi. Kirish eshiklarini qo'yib beramiz. Bu 2 metrli bo'ladi. 4 o'rinda ochiladigan, bular отпечатка пальц, pin kod, ID karta и oddiy ключ bilan ochiladigan bo'ladi. Hammasi европейский brenddagi. Biza oynalarni qo'yib beramiz. Bular двухкамерный, alyuminiy bo'ladi. Ichiga biza двухконтурный котел qo'yib beramiz. Bu siz отопленияңiz, uy isitish tizimiga ham, keyin gazoviy plitangiz uchun ham ishlaydigan bo'ladi. 16-etajgacha hammasiga chiqqan bo'ladi. Xo'p, endi mana narxlarni bildik, hurmatli yurtdoshlar. $902 dan boshlanish narxlari bor. Endi shularning rassrochkalari haqida ham gaplashsak, chunki juda ham ko'p yurtdoshlarimiz rassrochka qulay bo'ladigan yurtdoshlarimiz bor. Ularga shular haqida ma'lumot bersak, necha oydan necha oygacha rassrochkalar bor? Rassrochkani ham biz ham o'ylab ko'rdik, hamma klientlarga удобный bo'lishi kerak va o'zlarini xohishiga qarab biz tanlov usullarini qilganmiz. Bu 12 oy, 18 oy, 24 oy hamda 30 oylik variantlar qilganmiz. Bunda boshlang'ich to'lov 25%, 50% to'lov bilan olishsa bo'ladi va boshlang'ich to'lovsiz variantlar ham qilganmiz. Mana hurmatli yurtdoshlar, juda ham ko'p yurtdoshlarimiz bizdan so'radi, ya'ni boshlang'ich to'lovsiz uylar bormi dedi. Mana sizlarga bosh to'lovsiz uylar kelasiz bitta pasportni evaziga bemalol o'zingizga uy xarid qilsangiz bo'ladi. To'g'rimi? Albatta. Qulay usulning tarafi bizda uyga sizga kalit topshirilguncha biz foizsiz bo'lib to'lash usullarini qilib berdik. Bu bilan siz oldindan foiz to'lashni oldini olasiz va qulay usulda sotib olishingiz mumkin. Bizda bo'lib to'lash uchun ham 23% dan to 8% gacha chegirma e'lon qilganmiz. Juda ham zo'r. Hop, endi mana Gulirona ko'p ma'lumotlarni berdik. Endi mana shu uylarning bitishi haqida ham gaplashsak, chunki bu juda ham muhim. Ko'p yurtdoshlarimiz sotib olaman, qachon kirib yashayman degan savol bo'ladi. Shularga ham javob beraylik. Albatta, bu savol o'rinli. Xonadonlarni topshirishimizda 27-yillar oxirgi choragiga mo'ljallayapmiz. Nima uchun? Landshaftlar bilan sizga tayyor holatda, sizni xonadoningizga kirib yashaganingizda qo'shningizning xonadoni remont bo'lgan bo'lsa, bu noqulaylik tug'diradi. O'shaning uchun biz butun hamma proyektimizni bitta vaqtda qurib, bitta vaqtda topshiramiz. O'sha 4,5 gektar yerdagi binolar hammasi bitta vaqtda bitadi. Tayyor holatda landshaftlargacha, detskiy plashatkalargacha hammasi qo'yilgan holatda tayyor ключlarni beramiz, remont qilib bemalol yashasangiz bo'ladi. Xo'p, hozir biz 2025-yil may oyida turibmiz. Demak, bizning uylarimiz 2027-yilning 4-choragida bitadi. Albatta. Kadastrlar qachon chiqadi? Kadastr endi u davlatni ro'yxatidan o'tgandan keyin 3 oydan 6 oygacha muddat oladi. Bu sizga kaliti topshirganimizdan keyin 3 oydan 6 oygacha chiqadi. Demak, hurmatli yurtdoshlar, biz shu joydan u yoqsa 2027-yil 4-choragida kalitlarni olsak, 2028-yil boshida demak kadastrlarni olamiz. Hozir uylar arzon, to'g'rimi? Hozir? Albatta. Bu yana narxlar oshib boradimi? O'zimiz qonun tarafidan yangi tizim e'lon qilingan, bu escrow tizimi. Bu holatda agar biz narxi ko'tarmagan taqdirimizda ham davlat tarafidan ko'tarilishi belgilab berilgan. Narxlar kesimi hozir ayni qulay usulda patkatlama payti
albatta. Hozir olganlar investitsiya uchun ham, yashash uchun ham eng qulay vaqt. vaqtda. Yaxshi. Xo'p, endi bu bitta yana qisqacha ma'lumot, ko'p yurtdoshlarimizga bu ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Qurilishda, ya'ni fasadlarda, umumiy qurilishda biz eshitdikki, ya'ni tasdiqini olmoqchiman, eng sifatli materiallardan quriladi deyildi. Turetskiy konsepsiya bo'ladi deyildi. Shular qanchalik to'g'ri? Albatta, qurilishimizni biz monolitniy karkas, gazoblok, uni ustidan bazaltoviy qoplama qilamiz, uni orqasidan termoizolyatsiya и dekorativniy shtukaturka bo'ladi. Bu sizni fasadniy qismingizni bazaltoviy qoplama qilganimizda 10 sm atrofida bo'ladi. Bu sizga sovuvni yaxshi o'tkazadi, issuvni suvni. Xonadonlaringiz har tomonlama qulay qilingan uylar bo'ladi. Siz xonadon xarid qilganingizdan keyin sizga dizayn va remont ishlari kerak bo'ladi. Biz Brigada S kompaniyasi shu sohada 8 yildan oshiq vaqt mobaynida ishlab kelamiz va bu vaqt mobaynida 200 dan oshiq loyihalarni muvaffaqiyatli o'z egalariga topshirganmiz. Agar sizga ham interyer dizayn xizmatlari va remont podключ ishlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga yaqindan yordam beramiz. Ustoz, mana hozir bitta yaxshi savol borda. Mana siz aytdingiz, hali rasmiy ochilishi bo'lmagan, hali internetlarda reklamasi ketmayotgan bir paytda odamlar uy olishini ochib bermoqchiman. Ya'ni sababi nimaga desa, hozir arzon. Bunaqa proyekt biz bilamizki, juda qimmat shaharda, chunki biz shu uylarning ichida yuramiz, uylarni quramiz va remont qilamiz. Biz narxlardan, infrastrukturadan xabarimiz bor. Shuning uchun hozirgi paytda investitsiya kiritsak, kelajakda deylik, mana shu 2 yil, 3 yilda qanchagacha foyda bo'lishini taxminiy ko'rinishlar aytib beraylik. Albatta. Investorlar psixologiyasi kapital loyihasini ham muallifi sifatida o'zimizga ham bu savollar qiziq bo'ldi. Chunki insonlar bugungi kunda yaxshi yashab, yaxshi yeb, yaxshi ishlab, yaxshilikka talpingan paytda ortasam, o'zbek davlat topsam, to'ylar qilaman, mehmonga deb uylar qilaman degan bir qadriyatida, kulturni kodida va DNKsida bor. Bu degani mehmon qilaman uyimda jigarlarimga, ukalarimga, hattoki mehmonlarimga yoki hattoki bir arendaga bersa ham o'sha insonlar mehmon bo'lib, pulni mehnatimga olaman, lekin mehmonim bo'lsin. Men o'zim orttirgan pulim, menga xotirjamlik bersin, pulim yo'q bo'lib ketmasin. Xotirjamlik maskanida. O'shaning uchun xotirjamman. Boshqa joylarda. Pulim bugun kecha men bir siz bilan gaplashganda ba'zida investitsiya maqsadida olayotganlarga bir psixologiyasidan kelyapman hozir. Bir jihatini aytdimki, aka, farqi yo'q. 30 ming dollarlik loyihani olgan taqdiringizda ham, первоначальный взноsingiz 10% ligini tanlaganingizda ham 3 ming dollarga deb oldimning, qolgan 1000 dollardan 30 oyda berishingiz disiplinaning narxi deb aytdim. Shunaqa to'g'ri. U pul yo'q bo'lib ketardi. O'sha siz 30 oyga 1000 dollardan berib, eng kichkina 30 ming dollarlik kvartira, studiyani, bir xonalik 25-30 kvadratlik qaysidir pozitsiyani tanlagan taqdiringizda ham u yo'q bo'lib ketishi mumkin bo'lgan pul deb hisoblang. Chunki 1000 dollarni 13 million yoki 15 million pulli desak ham 30 kunga bo'lsangiz, bir kunning ichida 500 ming yo taksiga, yo zavtrakka, yo obedga, yo unga bunga shunaqa yo'q bo'lib ketyaptiki, bo'lsa ketadi, bo'lmasa yetadi o'sha pullarimiz. O'sha bo'lmasa yetadigan pullarimizni men o'zimga yaxshi privichkaga, otamga, onamga, opamga, singlimga, akamga, ukamga, jigarimga, katta investitsiyalarga Center Towers'da balki imkonim yo'q, lekin Alloh nasib qilsa yaxshi insonlar qatorida, mas'uliyatli insonlar qatorida, disiplinasi bor insonlar qatorida va yaxshi niyat qilib o'zimni 30 oy ichida yaxshi pullar, amallar, investitsiya qilish, amalga oshirish maqsadida men o'zim disiplina qilib orqaga qarab, ey inson nima qoldi desa, 30 oy o'tadi-yu, men disiplina, men hurmati bitta bo'lsa ham kadastr qoldi. Bitta bo'lsa ham yaxshi privichka qoldi va bitta bo'lsa ham yaxshi qo'limda bir xonali bo'lsa ham uyim qoldi degan narsani investitsiya olamiga eng arzon va eng to'g'ri yechimlardan biri. Ikkinchi masala bo'ldi, investitsiya psixologiyasi hammaga birday ishlaydi. Endi shu investitsiyani aynan Golden Lake misolida tushuntiring desangiz, chunki bu faqat Golden Lake emas, xohlagan nedvijimizga illo ishonchli bo'lsa. Ishonchli bo'lmagan investorlarni psixologiyasida borib, Xudo ko'rsatmasin, Hasan aka sizni aytgan gapingizni bir tomoniga amal qildimi, ishonchli bo'lmaganini tanlab qo'ydim desanglar, hali mas'uliyati har bir insonning qarori o'zida bo'ladi. O'shaning uchun qaysi kompaniyani tanlashimizdan qat'iy nazar bu psixologiyani sotib oldik,
qaror qabul qildik. Disiplinaning natijasida 2 yildir yoki 3 yildir orqaga qaragandan keyin uylik yoki kadastrlik yoki investor sifatida bir qo'limiz bir kopilka nuqtai nazaridan bir недвижимостlik bo'ldik deganlar endi masalani ikkinchi tomoniga e'tiborli bo'lishimiz muhim bo'lib qoldi. Ishonchli застройщик, ishonchli kompaniya. Ishonchli kompaniyalarni boring, ko'ring. Albatta xohlasangiz mana bizani ham loyihaga keling. Eng arzon ochganimiz uje birinchi faza narxini oshirdik. 5% dan 8% gacha 26-aprelda ochilgan narxlarimiz 10-may kuni yangi 5% dan 8% gacha oshgan narxiga keldi. Bu lekin ustoz shu joyda qo'shimcha qilmoqchi, lekin hali ham arzon. Albatta. Bu muhit uchun, bu tashkiliy ishlar uchun hozirgacha ham arzon. Hali ham kech emas. Bu videolar chiqqanda albatta nomer raqamlarni yozib qoldiramiz. Albatta telefon qilinglar, kelinglar. Ishonch hosil qilish uchun kelib ko'rsanglar, muhit juda boshqacha, juda bir fayz bilan, did bilan ishlanganligi ko'rinib turibdi. Shuning uchun hali ham kech emas, kelib bemalol uy sotib olsanglar bo'ladi. yaxshi xushxabarni aytaman. Bugun ertangidan ko'ra hali arzon. Shunday. Yaxshi bo'lmagan xushxabar kecha bugunikidan ko'ra arzonroq. Shunaqa. Birinchi fazasida, birinchi raundda olganlarni o'zi uje yutuqda. Bugun oladiganlar hali sentyabrgacha juda katta yutuqda bo'ladi, chunki biza grand openingni sentyabrda e'lon qilamiz. Sentyabrgacha eng kamida 20% gacha yana arzon olish imkoni bor. Endi marketing, endi dalolat ishlarini boshlagan paytimizda 1 yilda ichida o'zi 100 ming dollar desa 20 ming ishlamayapti-da hozir odamlar. Shu yerda o'zida price'ga nisbatan 20% gacha yutish imkoniyati bu hozir bo'ladi. Sentyabrdan keyin yana qurilguncha bitguncha yana narxlarimiz borgan sari oshib boraveradi. Ma'lumot uchun narxlarning algoritmi yoki psixologiyasi nuqtai nazaridan bugungi 100 so'mlik narsalar bitguncha 150 so'mgacha ko'tariladi, xudo xolasa. O'sha 150 so'mlik narsani hozir 100 so'mdan e'lon qildik. Yoki 100 so'mlik narsani hozir 67 so'm, 70 so'mlik paytda ochilgan payti. Va shu 30% gacha kelajakda недвижимость nuqtai nazaridan, ekosistema nuqtai nazaridan, infrastruktura nuqtai nazaridan bu jozibadorlikni o'zim uchun kashf qildim. Xudo bir qalbimga soldi, signal sifatida ko'rdim. Shu videodan keyin maxsus keldim. Sardor akam videosidan keyin boraman deganlar albatta kommentariyaga yozinglar. Bordim deganlar yozinglar. Kelganlar, ko'rganlar kommentariyada yozinglar. Albatta xursand bo'lamiz. Ma'lumot nuqtai nazaridan eng arzon blokimiz, eng arzon pozitsiyamiz narxi 850 dollar atrofida kvadratiga ochildi. Bu etajiga bog'liq. Bu qaysi tomonga qarashiga bog'liq, bu qaysi blokda turganiga bog'liq. Bu yog'i 850 dollardan 1,5 ming dollargacha pozitsiyalarimiz bor edi. 100% predoplatada, объявленный narxdan 30% skidkagacha ham olishdi. Shu turishida, o'sha turishida 100% skidkadan keyin, 100% predoplatadan keyin eng arzon pozitsiyani ochganlarimiz 850 dollardan ochilgan pozitsiyalarimiz bor edi. Ikkinchi masala 850 lik yoqdi, lekin sal etaji balandrog'i, sal video yaxshirog'i, bu yerda hali turetskiy konsept bo'yicha etajiga qarab, videoga qarab narxlar farq bo'ladi, u yoqni o'zingiz tanlaysiz. Albatta yaxshi xursandchilik, o'zimiz novichka vizyon deydimi, yo Allohning fazli, karam, marhamati yuzlab uylarni sotib oldik do'stlarimiz ko'pligidan. Katta marketing qilmasakda biz eshitgan, bilgan ma'lumotlarga ko'ra hozirgi kunda developerlarda, hozirgi kunda qurilish kompaniyalarida yuzlab uyni bir oy ichida sotish bu juda katta yaxshi ijobiy ko'rsatkich hisoblanar ekan. Bu loyihani, bu natijani aslida bizning do'stlarimizni bizga bo'lgan ishonchi deb aytamiz. Shunday. Bu marketingning ishi emas, haqiqatan ham insonlar bizning o'sha ichki dunyomizni ko'rib, bizning salohiyatimizni ko'rib, bizning imkoniyatimizni ko'rib qabul qilgan qarorlarning natijasi deymiz va albatta bu Allohning fazli, karami, marhamati bilan va do'stlarimiz qalbiga solib shu ishonchga bildirgan ishonchi. Albatta xudo xolasa niyatlar, imkoniyatlar bor. O'shaning uchun buni solishtiradigan bo'lsak, nufuzi, salohiyati, ekosistemasi, infrastrukturasi qanaqa primerno bitgan joylardan desa, Golden House Novza lokatsiyasi bo'lardi. U bundan ancha kichkina, 3-4 barobar kichkina. Lekin kalibri, уровни Comfort Plus deb biz pozitsiyaner qildik. Lekin biznesni уровнini соответствовать qilishga harakat qilamiz. Qo'pol qilib aytganda o'xshatish nima degani? Mercedes условно gara darajasi baland, условно 100 ming dollarlik Mercedes bilan 50 ming dollarlik Li bir xil, lekin komfort ikkalasi bir xil. Li'ni pozitsiyaneringiz pastroq, lekin
Mercedesdan qolishmaydi. Shunday. Bu ham pozitsiyasi komfort deyapti, lekin biznesdan qolishmaydigan mehr bilan yondashaylikki, kutuvi komfortga qisada komfortdan ko'ra Ko'proq biznesga narsa nisbatan munosibroq yechim qilaylik, chunki bu yerda o'zimizni farzandlarimiz, o'zimizni jigarlarimiz, o'zimizni do'stlarimiz, o'zimizni yaqinlarimiz ham yashaganda o'sha narsani his qilsin. Irohim ukamdan endi yopiq intervyu, ochiq efirlarga bera olmaganmiz, siz ko'rgansiz. Har doim aytadiki, o'zim yashagan joydagi mehr, o'zim yashagan joydagi muhit har doim boshqacha bo'ladi quruvchilarda. Quruvchi prosta o'zim yashamayman, birov uchun biznes sifatida qilaman desa, u faqat biznes. Matematika bilan hisoblaydi. Bu yerda matematika ham buzilmasin, aka-ukachilik ham buzilmasin deganda, aka-ukalar, jigarlar, muhitlar haqiqatan ham xotirjamlik maskan deganda, hattoki mana shu proyektda qaysi daraxtlarni zakladovat qilganmiz, ekishi mumkin bo'lgan va o'sishi mumkin bo'lgan daraxtlarni landschaft mutaxassislarini chaqirib qo'ydirildi. Dizaynda boshqa daraxtu, hayotda boshqa daraxt, dizaynda boshqa binoyu, hayotda boshqa bino bo'lgan lokatsiyalar, hayotda bo'lgan ko'p loyihalari ko'p eshitganmiz. Shunday. Bu afsuski nima? O'shaning uchun har bitta narsa say what you mean what you say degan ibora bor. Aytgan narsangni qil, qilgan narsangni ayt. Biz qila oladigan narsamizni, mana shu muhitda, mana shu yerda ko'rsatgan maketdagi narsalarni xuddi shunga maksimal darajada yaqin qila olishimiz mumkin bo'lgan narsani dizaynni qilgin dedik. Men uyimni dizaynni, hovlini dizaynni qildirganimda bulbullar, ko'llar, ular bular qiladi. Men shu bulbullarni qilib beradim dizaynerdan. Yoki ko'llarni qilib beradim. Mashinasi ham ichidami? Mashinasi ham ichidami derdim. Bu yerda mana shu degan narsalarning ichida shu narsalar Alloh nasib qilsa, tinchlik, xotirjamlik bo'lib tursa, xuddi mana shu narsani ijrosini bo'lishini ta'minlab turibmiz. O'shaning uchun bu yerda dvor bezmashi 4,5 gektari 27% mana pasatka bo'lsa, 82-83% ekosistema, infrastruktura, ziloni zona, haqiqatan xotirjam, kechqurun uxlasangizda, kechqurun do'stlar bilan choy ichib, gaplashib, farzandlar bilan, ota-ona bilan, jigarlar bilan ularning haqqini ado qilish hududi. Haqqini ado qilish nima degani? Kunduzi borib, birov pulni olib, uni xizmatini qilib beramiz. Remontga pulni olganmiz, remontini qilib berasiz, haqqini ado qildik. Lekin oilaning haqqini qachon ado qildik? Uyga boramiz, uxlaymiz. Ota-onadan xabar ola olmayapmiz. Ota-ona bizani yedirdi, ichirdi, katta qildi, lekin ada oyi duo qiling deb, mana kimligini aytmayman, ona duo qiling deb bitta kvartira olganda u zavqni men ko'rib, shunaqa maza qildimki, onajoning rozi qildi, sotib oldi bu inson. Onam rozi bo'ladigan, onam xursand bo'la oladigan savolga javob qidiramiz. O'shaning uchun men o'ylaymanki, ham sizga, ham shaxsan o'zimga, bolalarimga bu yoqda uy olgan odam sifatida, siz onangizga olgan uy odam sifatida siz bilan menga nima qadrliligini biz ikkalamiz ko'rdik. Shunday, va men bu loyihani egasi emasman. Bu loyihani oila a'zosi sifatida, ukam egasi sifatida ishonasizmi? Ukamning oldida ham yuzim yorug', do'stlarimning oldida ham yuzim yorug', siz oldingizda ham yuzim yorug' bo'la oladigan darajada o'zimni ko'plab savollarimga javob topdim. Va albatta bugun Sardor akamga va Sardor akam bahona siz aziz do'stlarga, aka-ukalarga, qadrdonlarga dalolat qilamiz. Bu emotsiya. Qalbdan chiqqan gaplar qalbga yetib borsa, Hasan aka mana shu videoyingizni ko'rdim. Chiroyli nasib qilsa niyat qildim, keldim. Yo o'g'limga, yo qizimga, yo akamga, yo ukamga, yo opamga, yo singlimga, yo otamga, yo onamga, yo jigarlarimga, yo yaqinlarimga dalolat qildim yoki o'zim ham niyat qildim. Oldim. U kimdir bank taksini qidirib yuradi Tashkent Cityda. Kimdir hali turk san'atkorlarni qidiradi, qo'shni bo'lamiz, lekin bu yerda Hasan akam o'zining oila a'zolari, farzandlari bo'lsa, Hasan akamga nasib qilsa xotirjamlik maskanida qo'shni bo'lamiz desanglar, yaxshilikka sababchi bo'lsak, xursand bo'lamiz. Haqiqatan ham qo'shni bo'lamiz. Yaxshi uylar olganingizdan keyin nasib qilsa aytsanglar, bir piyola choyimiz bor desanglar, pastda restoran, kafelarida ham mehmon qilsanglar, mehmoninglar bo'lamiz. Yana bizada podyezdni chaslarimizga tepa qismiga quyosh panellari qo'yib ketyapmiz. Bu nima uchun? Agar svet o'chib qolgan taqdirda ham liftlarimiz 24 ga 7 ishlashini ta'minlaydi. Liftlarimiz ham bu Fulgini или Kone bo'ladi, brendovый liftlar. Tezligi, skorosti baland bo'ladi. Bu agar siz qaysi etajda qolib ketgan bo'lsangiz ham, siz spokойно birinchi etajga tushishingizni, или svet o'chib qolgan taqdirda ham bemalol o'zingiz xonadoningizga kirib chiqishingizni ta'minlab beradi. Nechta lift bo'ladi bitta podyezdda? Bitta podyezdda ikkitadan lift bo'ladi. Bittasi грузовой, bittasi passajirskiy. Lekin ikkalasini ham kirib chiqish uchun, tepaga chiqib tushish uchun foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, keyin yana biza освещениyaga
yorug'likka e'tibor berdik. Bu agar territoriyada set o'chib qolgan taqdirda ham butun sizni proyektimiz полностью yorug' tizimda bo'ladi. Demak, mahalla qorong'u bo'lib qolmaydi. Albatta. Territoriya yorug' va agar set o'chgan taqdirda ham bemalol hovliga chiqib, dam olib, farzandlar bilan o'ynasangiz bo'ladi. Demak, o'sha quyosh panellari buni ta'minlab beradi. Albatta. Bu ham bitta juda ham kerakli bo'lgan narsa, hurmatli yurtdoshlar. Yana bizada territoriyamizda A2 blokimizni birinchi etajida отдельно bitta kafe uchun joy qilib ketyapmiz. Bu nima uchun? Bizada o'zbeklarda nima ko'p yig'inlar, challari, yig'inlar, gap-gashdi. Shu uchun 20-30 kishilik bitta kafeni bron qilib siz ishlatsangiz bo'ladi. Keyin biz shapka qismini katta qilayotganimiz. Bizada kuyov-navkarlar, dafn marosimlari, shu qismlarni inobatga oldik. Podyezdda oldida yomg'irli, qorli havoda kutib turishmaydi. O'sha salqin qilingan joyda bemalol kutib o'sha chasda o'tkazib yuborsa bo'ladi. Demak, to'y marosimlar uchun ham alohida e'tibor qaratilgan bu turar joy majmuasida. Landshaftimizni ham biz ko'lli qilganimiz o'rtada bizga taklif tushdi. Yapon bog'ini effektini beradigan fotozonalar qilmaysizlarmi? Oldin so'rovnoma o'tkazganmiz. O'shaning uchun ham biz fotozonalar qilib ketyapmiz. Agar sizda to'y bo'ladigan bo'lsa, shu chasda alohida joyga bormasdan hovlini o'zida rasm, fotozonalarni hammasini o'tkazib, bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi. Qo'yil mana. Bu albatta yosh kelin-kuyovlar uchun ham, bu yerda yashovchi insonlar uchun ham yoki mehmonga kelgan insonlar uchun ham qo'shimcha komfort, qo'shimcha qulaylik va estetik jihatdan juda ham go'zal joy bo'lishligi ta'minlanar ekan. Bunaqa loyihalar O'zbekistonda juda kam, balkim birinchilardan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Har doim o'shaning uchun yaxshi joydan harakat qilib u yoqsa juda ham yaxshi bo'ladi. Albatta. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, biz ko'proq ma'lumot berishga harakat qildik. Butun bir turar joy majmuasini ochib berishga harakat qildik. Agar qanaqadir savollarni bermagan bo'lsak, kommentariyada yozing, javob berishga harakat qilamiz va undan ham tashqari showroomga kelinglar, ko'ringlar, hamma savolingizga javob olasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Siz xonadon xarid qilganingizdan keyin sizga dizayn va remont ishlari kerak bo'ladi. Biz Brigada S kompaniyasi shu sohada 8 yildan oshiq vaqt mobaynida ishlab kelamiz va bu vaqt mobaynida 200 dan oshiq loyihalarni muvaffaqiyatli o'z egalariga topshirganmiz. Agar sizga ham interyer dizayn xizmatlari va remont podключ ishlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga yaqindan yordam beramiz. Aylanib biz juda ko'p joylarni ko'rdik. Shundan keyin qaror qabul qilib investitsiya kiritdik. Xudo xolisa bundan ko'nglimiz to'q. Undan tashqari men hozir aytmoqchi bo'lgan narsam, bizlar masalan mana siz aytdingiz 4000-5000 odamga dalolat qilamiz deyildi, yopiq eshiklar kuni. Lekin menda bu YouTube kanalimda statistikasida qaraganimda Amerikadan, Rossiyadan, Dubay va Koreya, undan tashqari bu vodiy tomonlardan, Qashqadaryo, Surxondaryodan juda ko'p bizlarni kuzatadigan odamlarimiz bor. Ularga biz hammasiga kontakt yo'q, boshqa yo'q, lekin mana shu YouTube orqali ularga biz dalolat qilamiz. Xudo xolasa, o'ylaymanki, juda ham yaxshi loyihani olib chiqdik deb o'ylayman, chunki nimaga deyilsa, har bitta odamning o'zini ichidagi xohishlari bo'ladi. Chunki biz o'zimiz ham shu joydan uy oldikki, ya'ni shuni yaxshiligiga ishondik, shuni ishonchligiga ishondik. Chunki mana biz ko'p ko'ramiz hozir internetlarda uyini qurib bermagan, kadastri chiqmagan yoki shunaqa holatlarni ham ko'rdikki, suvsiz, gazsiz yashab yuribdi, ruxsat yo'q ularga. O'shaning uchun xotirjamlik maskanida inshaalloh sizlarga bu domni, ya'ni o'sha turar joy majmuasini ochib bera olsak, xursand bo'lamiz har doim. Bugun suhbatni samimiy davom ettiramiz, azizlar. Buni men qalbdan chiqqan fikrlari qalbga yetib borishi Allohdan so'rab qolaman. Sizni qalbingizga yetib borsa, bu Allohning fazli, karami, marhamati, chunki tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan qarorlarimiz bo'ladi hayotimizda. Bolalarimiz to'yi, uylarimiz, joylarimiz biz uchun qadrli bo'lgan qarorlar, yangi olgan uylar, yangi olgan mashinalar, yangi bo'lgan qudalar qanchalik qadrli bo'lsa, bu qalbdagi eng qadrli maskanlardan biri bo'lishiga men ishonaman. Kechagina Abror Sardorga bir yaxshi gapi gapirdingiz. Endi ismlarni oshkor qilsak beodoblik bo'lmasin, lekin yaqin do'stlarimiz bilan suhbatda bo'ldik. Aka, 5-6 yil yemadim, ichmadim, oila bola chaqamdan uzoqqa ketdim-da, oyiga uyiga $1000 dan orttirib, $50,000 orttirdim. Kelaman, o'zim bir xotirjam qarayman deb bitta qarorni qabul qilib bitta uy olaman. 50 mingcha yig'ilib qolgan dedim-da, uyga keldim.
kelganimdan xursand bo'ldim. Xudo xohlasa va nihoyat bitta uyli joyli bo'laman deb 2 kundan keyin xursandchiligim noqulay holatga kirib qoldi deb. Nega desa, $50,000 pulimdan 16,000 qolibdi. Ota-onam, aka-ukalarim, opa-singillarim, jigarlarim menga aytsam xijolat bo'ladi deb opang so'radi, akang so'radi, ukang so'radi, qo'shning so'radi, u qildi deb pulim borligini uyga yuborganimni bolam baraka topsin uyga pul yuborib turibdi debdilar-da. Yaxshi ma'noda. Bolam baraka topsin pul yuboryapti boshqa deb, ada 200 bering, ona 300 bering, qo'shnim u bo'ldi, bu bo'ldi, bu bo'ldi. Shu 3 yil yo 5 yil ichida 100, 200, 100, 200 bilan 50,000 pulni 16,000 ni qoldirib qo'yishdi. Endi so'rasam jigarim, amakim u bor yo'q 200 so'raysanmi, 500 so'raysam, bunaqa 200, 500, 800larim, minglarimdan 30,000 dan ziyod pul, $34,000 chertib, ama shu $34,000 uchun 5 yil umrimni almashuvdim dedi. O'shandan keyin aka yana ketdim, uyga yeb ichib, yo'q qilsa ham rozi bo'ladiganini berib, ortiqcha pullarimni mana shu xotirjamlik maskani shu kabi loyihalarga tikib, har oyida mingimni keraksa onlayndan to'lab qo'yaman, keraksa bitta do'stimga aytibman, shunda переводini qilib, kassasini qilib, chekin tashlayapti, shunaqa narsaga tikyapmanki, oyiga $1,000 dan $5,000 pulimni yana 5 yil umrimni muvaffaqiyat tajriba xatolar natijasi. Bola chaqamga ham, ota-onamga ham, jigarlarimga ham aytmasdan 5 yildan keyin bola chaqamga qulluqchi qo'liga bittadan kadastr bo'lsin, bittadan uy bo'lsin. Ertaga bular katta bo'lgan paytda ketma-ket paqar to'ylarim boshlagan paytda unaqa imkonim bo'lmaydi. Kimdir Furada yurdi, kimdir Rossiyada yurdi, kimdir Koreyada yurdi, kimdir boshqa joyda yurdi. U chang yutib, uzoqlarda bir qanaqadir bola chaqadan bayramida, tug'ilgan kunda, xursandchilikda, to'yda, hashamida, issiqda, sovuqda bo'la olmay, nimani evaziga nimalik bo'ldi desa, hech narsalik bo'lmay, orada ko'ngil xijillik bo'lganim qoldi. Mayli Alloh barakani bersin. Endi bu yog'iga shu men tinchgina orttirgan pulimni $500 dan $5,000 bo'lsa ham ishonchli bir narsaga tikib qo'ysam, Xudo bersa 500, bersa 5,000, bersa 50,000 ni ham shunaqa investitsiyani xotirjam. Chunki pulni orttirganimdan keyin bo'lmadi deganda kopilka, bo'lmadi deganda so'yib sotib yuboraman, bo'lmadi deganda semirtirib sotib yuboraman, bo'lmadi deganda men bugun kuchim bor, quvvatim bor, energiyam bor, ishlayapman 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 oyiga orttiryapman. Ertaga o'sha kuch quvvat ketganda shundan tushgan passivni dohodni sotib olish uchun shu qarorni tushunishim uchun 5 yil umrim ketdi dedi. O'shaning uchun do'stlar, azizlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, ayniqsa mana shu joyni kesib tarqating. Dunyoni qaysi mamlakatida bo'lmasangiz, jigarlarimizni, ota-onamizni hurmatini, izzatini, oqibatini qilaylik. Lekin birinchi navbatda o'zimizni ham xafa qilmasdan o'zimizga kelajakda orttirganda xotirjam hayot, kelajakda oxirida qaytib kelganda, kuch ketganda, quvvat ketganda, passivni dohod, bugun nomimga ishlasam, nomim kelmanga ishlaydiganda, bugun men investitsiya sifatida ishonchli kopilkamga orttirsam, 3 yil, 4 yil, 5 yil o'tgandan keyin, 10 yil o'tgandan keyin, quvvat ketgandan keyin shu menga ishlaydi deydigan instrumentlarga albatta investitsiya qiling. Bu investitsiyani Xudoga shukr, naqa 50 minglab, 100 minglab orttirish shart emas. Eng kamida aytaylik $500 dan $5,000 gacha orttirsangiz ham oyiga shunaqa kichkinagina bo'lsa ham kopilka modelini, psixologiyasini o'zingiz kashf qilishni tavsiya qilaman. Albatta, bugun juda ko'p O'zbekistonda qurilishlar, bugun juda ko'p o'sishlar, bugun juda ko'p investitsiya qilish uchun instrumentlar. Alloh nasib qilib qalbingizga solgan ishonchlilar bilan ishlang. Shu qatorda Hasan aka o'zingiz qo'rqmasdan aytyapsiz, uyalib qolmaysizmi? Yo'q, uyalib qolmayman. Yaxshilikka sababchi bo'lsam, sizga qo'shni bo'lsam, shunaqa joylarda kelsam, olsam, xursand bo'laman desanglar, kelinglar, olinglar, xursand bo'laman. Siz olganingizda Hasan akamni chaqiring, bitta duo qilsinlar, bir piyola choy ichinglar. Hasan aka, siz qaysi etajdan oldingiz? Ana o'tda, mana A blokda 5-etajdan olganman, shu A blokdanmi, B blokdanmi, Y blokdanmi, shu kecha kunduz ochilgandan qo'shni bo'ldik desanglar, albatta xursand bo'lamiz. Da ikkinchi masala 100% predoplatada o'ta vigidni matematikasi bor. 100% predoplatam yo'q, undan ko'ra olmayman, yeb oraman degandan ko'ra 30 oyga bo'lib bo'lsa ham, bez predoplata bo'lsa ham uylik bo'laman desanglar, unaqa imkoniyatimiz ham bor. Aytayman, eng kichkina kopilka oyiga $1,000 dan bo'lsa ham bormi? Unaqasi ham bor. Boshdagi 10%, boshdagi 20%, boshdagi 30% yoki boshdagi 50% predoplatalik variant bormi? U ham bor. 12 oy, 6 oy, 18 oy, 24 oy, 36 oylik variant bor, 30 oylik variant bor, u ham bor.
bu variantni matematikasini o'zingiz hal qilasiz. Ikkinchi masala, qachon bu uylik bo'laman desangiz, Alloh nasib qilsa mana o'sha kotlovan ishlari boshlandi. Keling, ko'ring, maketni ko'ring, joyi ko'ring, hujjatlarni ko'ring, kim bilan ishlashingizni ko'ring, kimga ishonch bildirishingizni ko'ring. Hujjatlarni ham, joylarni ham chiroyli qilib oxirigacha yetkaza olmaganlar qancha? Yetkaza olish uchun bular 20 yildan beri Centers Development portfoliosida nima bor desa, otellar bor, juda katta nedvижимостlar bor, ukamiz boshchiligida qilgan. Centers Towerslar bor, poytaxt savdo markazlari bor, restoranlar bor, otellar bor, Lumier nimalar bor, mo'ykalar bor, yana boshqa ko'plab loyihalar bor. Bu bizning yana eng katta loyihali, nufuzli loyihalarimizdan biri, 200 million dollarlik loyihalarimizdan biri. Albatta Alloh nasib qilsa bizani bu keyingi yana ishlarimizda ikkita eng nufuzli portfoliomizdagi havas bilan qaraydigan va dalolat qiladigan portfoliolarimizdan biri bu Golden Lake va ikkinchisi Centers Towers. Maylimanki O'zbekistonda top 5 ta, top 10 ta nufuzli developerlar havas qiladigan portfoliolardan biri bemalol mana shu Centers Development, Centers Towers va Golden Lake. Men bemalol faxr bilan ayta olaman, top 5 ta eng zo'r developer xayolingizda kim bo'lsa, o'shalardan kam bo'lmaydigan nufuzli loyihalardan biri. Shunchaki menga qiziq, bitta eksperiment qilaylik, vovlichonni qilaylik. Siz havas qilgan va siz hurmat qilgan eng nufuzli loyihalar, developerlar va developerski loyihalar kim sizni misolingizda? Sizni xayolingizga kim keladi? Shularni ham bir kommentariyada qilaylik. Chunki yurtdoshlarimizni talqinida yuzlab, minglab developerlar bor. Bezuprechniy reputatsiya nuqtai nazaridan, haqiqatdan ham havas qiladigan nuqtai nazardan, mayli bizani yozmasanglar ham, sizlar havas qiladigan top 3 ta yo top 5 ta e'tirof qilingan kompaniya yoki loyihani qaysini hayolingizga kelyapti va qaysini haqiqatdan ham zo'r deb bilasiz, ularni kommentariyada yozing. Chunki YouTube algoritmiga asosan kommentariyalar, bahslar bu ko'rsatuv ko'pchilikka dalolat bo'lishiga sabab bo'ladi va albatta yaxshi jihatlar bilan bir qatorda nufuzli bo'lmagan developerlar qaysi holatda yolg'on aralashtirdi, qaysi holatda aldadi, qaysi holatda iste'molchilarimiz, mijozlarimiz, muxlislarimiz, yurtdoshlarimiz aldangan holatlarni bilasiz. Bu haqida ma'lumot bering. Biz hozir Husan aka ustozimiz keldilar. Ularga ham bitta investorlar tomonidan, ya'ni uy olishda, pulni kelajakda ko'paytirishda va pulni saqlab qolishda nimalarga ahamiyat berish kerak, nedvижимостlarga qanday qilib pul tikish kerakligi haqida savol bermoqchimiz. Ustoz, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Mana shu siz endi ko'p mana bilamiz, pul ilmi darslaringiz bor, biz ko'p narsa o'rganganmiz. Kelajakda pulni ko'paytirishda, kelajakda o'sha pulni yo'qotib qo'ymaslik haqida, nedvижимостlarga pul tikishda qanday ahamiyatli o'rinlar bor va nimalarga e'tibor berish kerak haqida, shular haqida bitta gapirib berasiz. Bu endi o'zi aslida katta mavzu, mayli ulgurganimizcha Shunday. aytib beraman. Har bir inson yoshiga qarab prioritet o'zgaradi-da. Ayniqsa farzandlarimiz to'y yoshida agar kichkina kvartirada ota-ona bilan yashab o'ylanadigan bo'lsa, sig'masligidan keyin albatta uyga ehtiyoj bo'ladi. Bu bitta ehtiyoj. Lekin muayyan davrdan keyin ishladi, kecha $1000 topyotdi, bugun 1,5, keyin balkim Xudo baraka berdi 2000, 3000. Ya'ni ro'zg'orga ketadigan muayyan xarajat bor. $1000 topib $1000 ishlatadigan odam balkim investitsionni orttirishga imkoni yo'qdir. Lekin bir narsani bilamizki, masalan, bitta oilada 2 ta, 3 ta, 4 ta aka-uka bo'ladi. Ota-ona oilada kichkinaligida hamma bir xil bo'ladi, lekin katta bo'lgandan keyin 20, 25, 30, 35 ta qaysidirini rizqini keng qilib qo'yadi, uy-joylari, mulki, boshqasi ko'payadi. Kimnikidir, negadir hali ham shu otasini hovlida zo'rg'a yashab yurgan bo'ladi. Yoki sinfdoshlarning ichida ham kichkinalikda hamma bir xil oilaviy sharoit, bir xil qo'shni, bir xil mahalla, bir xil qishloqda o'sgan, katta bo'lgandan keyin kimdir qo'sha bir imkoniyat, nedvижимосtlari, boshqalari bo'ladi. Bu ham pul ilmi darslarida biz endi batafsil yoritganmiz, psixologiya nuqtai nazaridan aytamanki, daromadlar bor insonda, xarajatlar bor. Daromad $1000 kelib $1000 ketsa orttirmaydi, lekin nima qilsam 1,5 ming, nima qilsam 2000, 3000, 4000 dollar topaman deb inson ilm orqali daromad topishni boshlaydi. 4000 bo'ladimi, 2000 bo'ladimi, ya'ni ko'paytirdi. Hammasini agar har doim insonda orzu havas tugamaydi, yeb ketar narsalarga, ya'ni iste'mol narsalarga ishlataversa 25, 30, 35 ga kirganda bir mulk yig'ilmay qoladi. Shu nuqtai nazardan inson men
nimadir orttirib bo'lsa ham bugungi kunda patkatlaman yaxshi, ishonchli, ya'ni quruvchilarga patkatlaman kiraman deyishi niyat qilish to'g'ri bo'ladi. Masalan, hozir Golden Lake'da men o'zim ham hozir bir ikkita joyda nedvижимостlarim bor. Bu yerda ham qarab turibman. U o'zimni psixologiyamni aytaman. Masalan, meni yoshim, meni daromadim boshqa, sizni yoshingiz, sizni daromadingiz boshqa. Lekin har bir insonda orttiradigan mablag'i bor. Faraz qiling, mana sizni holatingizda hozir qo'lingizda $10,000 yig'ilgan pulingiz bor va bilasizki, o'zingizni tijoratingizdan yoki kasbingizdan har oy $1,000, $2,000 orttira olasiz. Birdaniga $50,000, $100,000 kvartira ola olmaysiz. Lekin 10,000 ni tikib, har oy 1000 so'mim bor, nima variant bor desangiz, masalan Golden Lake misolida olsangiz, aka xohlasangiz 30 kvadratlik, xohlasangiz 40 kvadratlik, nechtadir kvartiralarni birlashtirib olish imkoniyati bor deydi va bu mulk, недвижимость bugun o'sha investitsiya instrumenti sifatida O'zbekistonda keng tarqaldi. Odamlar oldin mashinaga tikib 1 yil ushlab turib qimmat sotaman desa, hozir mashinalar yildan yil narxi tushyapti. Uylarni yildan yil narxi oshadi, baribir, chunki har yil deyarli salkam 1 million aholi tug'ilyapti. Farzandlar katta bo'lyapti, insonlar uy olishga, joy olishga ehtiyoji bo'ladi. Demak, endi investor nuqtai nazaridan qarayman desa, mana shu joyi o'zida ham o'zimga olaman deganlarga bir yechim. Har oy men bir yaxlit pulim yo'q, 30 oyga bo'lib to'lashga yechim qilib berasizlarmi desa, ha, bo'pti, mana bunaqa deydi. Chegirmasi kam, lekin bo'lib to'lash imkoniyati ko'proq. Kimdir yo'q 30 oyga emas, menga sal bahosi arzonlashib 24 oyga olishim mumkin bo'lsa desa, narxida yutuq bo'ladi, baribir pulli bahosi degan narsa bor. Vohliroq oladi. Kimdir 18 oy, kimdir 12 oy. Shaxsan men bugungi kunda nimani qarayapman? Masalan, bo'ladi bunday qarayapman, 27-30 kvadratlik kichkinagina kvartira, studiya kvartiralar ham bor ekan. Demak, bu kichkina kvartiralar, masalan, men uchun hozir qiziq bo'lib turibdi. Bular haligi likvidnost deydi. Istalgan payt sotaman desangiz, kichkina kvartiraning xaridori sotish osonroq bo'ladi. Xuddi shu 30 kvadratlik uyni, masalan, 30 oyga bo'lib to'layman desangiz, aytaylik, bo'lib to'laganlik uchun oyiga $1,5 dan 30 oyda $45,000 chiqdi. Kimgadir zo'r taklif. Kimgadir 24 oyga bo'lib to'lash undan ham arzonroq chiqdi, balkim 42,000. Kimgadir 18 oy 40,000, kimgadir 12 oy 30 necha ming. Lekin 100% olganingizda 30% chegirma degan, 100% to'lab olsangiz 30% chegirma degan narsa shaxsan men uchun investor psixologiyasidan qiziq. Masalan, 30 kvadratli uyni hozir 100% to'lasam, bitkunigacha balkim 2 yil bordir, $30,000 ga kirdim, lekin bo'lib to'lab olayotganlar shuni 45,000 ga olyapti-ku. Unda men 30,000 pulim bor bo'lsa, kimdadir 10,000 bor, kimdadir 30,000. Menda 30,000 bo'lsa, men 30,000ligiga kirganim yaxshiroq ekan. Sababi 2 yilda, 3 yilda agar el qatori 45,000 ga aylanayotgan bo'lsa, meni foydam o'sha yerda deb qarayapman. Shunday. Shu ustidagi $15,000 meni foydam bo'ladi. Bir kun kelib 45,000 bo'ladimi yoki bitgan sari bu chiroyli maskan-ku, narxi balkim $1,600 dan bo'lar, balkim $2,000 dan bo'lar. Chunki Mirabat Avenue'dan kam bo'lmagan juda chiroyli loyiha, balkim undan ko'p bo'lar. Endi qancha bo'ladi, uni bozor ko'rsatadi. Lekin men kirganimda arzon bahoda, 100% lik bahoda kirish zo'r ekan degan fikr ko'rdim. Bu endi mening imkoniyatimga. Kimdir qo'lida yo'q, men $30,000 yo'q, lekin $15,000 bor. 50% to'lab, shuni qolganini 12 oyga, 18 oyga bo'lib to'lasam, mayli $1-2,000 qimmat bo'lsa ham desa, unaqa yechimlari ham berilyapti. Endi bu bitta tomoni. Shaxsan 100% to'lab, moddiy imkoniyat bo'lsa tikdim, chunki inson bir mulkka tiksa, yoki kelajak qiymati oshadi deb tikamiz. Shunday. Bitgandan keyin buni arendaga bersam qanchaga ketadi? Masalan, bitgandan keyin aytaylik, shu joyi remontiga balkim yana $10,000 ketar. Lekin $500 ga arendaga bersam ketadimi? Yoki qanchaga bersam ketadimi? Desa, ya'ni menga $30,000 ga tushgan, yana bir $10,000 sarfladim, $40,000 ga tushgan. 1% $400 kelsa ham yaxshi. Lekin balkim bu yerda $500 keladigan xaridorim chiqar. U ikkinchi tomoni. Ya'ni men недвижимостьga tikdim, 1% kelib tursa, menga qiziq degan Toshkent sharoitida bugun недвижимостьdagi kutuvlar bor. O'shaning uchun yo kelajak qiymatga tikamiz, yo tikkanimda arenda nima bo'ladi? Yoki bir kun kelib kimdir aka 45,000, 50,000 bo'lib ketgan joyda shuni men 44,000 ga beraysa, 1000 so'mini o'tib $14,000 foyda qildim. Yana shunga o'xshagan variantga kira olamanmi deydigan psixologiya bo'ladi. O'shaning uchun har bitta недвижимостьga kirishda insonni bugungi qo'lidagi dastmoyasi, har oy keladigan, orttira oladigan mablag'i va kelajakdagi qaysi niyatda olyapti. Uyga yashayman deb oladigan odamga 30 kvadrat kamlik qiladi.
man arendaga berishga olaman, man qiymati oshsa mayli mulk bo'lib qoladi, hamma bahonada pulimni ming so'm 1,5 ming so'm qilib yig'aman desa kopilka formatida ishlatsa bo'ladi. Yo'q, man 100% tikaman, qo'limda pul bor edi, baribir hozir antika mashina olsam Ishlatib qo'yaman. qiymati tushib ketadi, domni olsam qiymati oshadi deydigan ma'noda tikilsa, nedvижимость men esimda 20 yil oldin algoritmda 3 xonali kvartirani $2,000, $2,500 ga olganmiz. Hozir $60,000 da. Shunday. Ya'ni davr o'tgan sari Toshkent kengayapti. Bu yoq mana vodiydan kelyapti, aholi ko'payadi, ota-onalar shu mahalladagilar ham kelib yondan olay yo vodiydan kelaman degan odam bitta 30 kvadratlik shunda kelaman Toshkentda dam olaman. Mehmonxonada ishimni turganda bitiraman. o'zim uyimda Mehmonxonaga hozir bir kun turaman desam $100 yaxshi mehmonxonalar. Yoki undan ham qimmatdir. Bu yerda masalan o'zimning mulkim bo'ladi deydigan ma'noda har xil psixologiya bo'ladi. O'shaning uchun har bir inson demak xulosa qiladigan bo'lsak savol. Qo'limda qancha pulim bor? Har oy qancha orttiraman? Nima niyatda olyapman? O'zim uchun desa kattaroq kvadratda. Sotish uchun bo'lsa bunaqa kvadrat. Arendaga berish uchun bo'lsa bunaqa kvadrat. Buni o'zi ham birinchi etajmi, 14-etajmi, u o'zi ichida bitta showroomda savollarga juda professional javob beradigan javob bo'ladi. Bu shaxsan meni fikrim, menimcha sizning muxlislaringiz qanchalik qaysi pozitsiyadaligini bugun o'z uchun bilib olish kerak va shunga qarab uy oson olmasam ham shunaqa joyga kelib psixologiyani rivojlantirish uchun savollar berishni o'rganish kerak. Men tavsiya qilaman, kelishsin Golden Lake'ga sotib olsa, sotib olmasa qizlar chiroyli bir piyola choyini berib, savollarga javob beradi. Chunki hozir ola olmasam ham sal pulim ko'p bo'lsa, qayerga qarab yuramanni savolni berish kerak. O'zi olasizmi degan savol bermaydi u. Olsangiz olmasangiz keling, ko'ring, qarang, niyat qiling, o'qitay. Niyat qildim, bu qatida. Hatto bu yerda zo'rligi oldiga juda chiroyli daraja nimaga manzaraga qaragan xonani bahosi qimmatroq. Salmdorroq qaragan joyini arzonroq. Men investitsion niyatda olsam bu yerda olaman. Yashash niyatda bo'lsa bu yerda olaman. Masalan, bu o'ziga yarasha juda yaxshi, qiziq tizim. Shuning uchun men o'zim ham ba'zida olsam kelib o'rganaman. Tepadan olarmidim, pastdan olarmidim, sotishga olsam bu yerdan olarmidim, u yerdan olarmidim. Arendaga olish bo'lsa, masalan o'zim yashamagandan keyin arendaga berish niyatda bo'lsa, menga eng arzonni ko'rsatib, masalan $1,050, $1,100 ham bor, unda $900 ga. Menga $900 ham beraver deyman. Chunki ertaga sotayotganimda 1,100 dan kirdimmi, 900 dan kirdimmi, $200 farq qiladi-da. Shuning uchun menga $900 variantini ham beraver deydigan niyatda shaxsan investitsionni rakursdan qaragani uchun menga bu yerdan qaraver. Men yashashga olmayapman. Ertaga sotishga oladigan paytda xaridor ham $200 arzoni, mayli menga mana shu bo'ladi desa, sotish osonroq bo'ladi. Mana ustoz, siz hozir aytdingizki, olmasa ham kelib ko'rsin dedingiz. O'sha nima beradi insonga? Bu olish uy sotib olishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otadimi yoki yaxshi niyat qilib kelsa Alloh beradimi? Qanaqa bo'ladi? Uni psixologik tomonlari bor-da. Keladi, inson baribir orzu qiladi, havas qiladi. Istalgan inson hayoti davomida baribir bitta uy joy qilishim kerak, vatan qilishim kerak degan orzusi bo'ladi. Yo bolalarimga mulk bo'lib qoladi. Qarigan chog'imda juda bo'lmasa bitta nedvижимостim bo'lsa $500, $1000 pul kelib turadi degan niyat bo'ladi. Va agar inson mana shunaqa joyga kirib qo'ysa, qo'lidan kelib $1000 o'zini orttira oladigan puliga ko'zi yetsa, kirib qo'yishi yaxshilik joyi nimada? Men shuni qarz qutiladi, xotin yonga qoladi degan maqol bor-ku. Shuni kiraman, zato 24 oyda bitta mulkli bo'lib qolaman. Agar kirmasa, o'sha $1000 joyini topib ketadi. Choyxonaga ham, restoranga ham, dachaga ham, uydagi chiting-piting desa, kirsa, yo'q, meni majburiyatim bor. Birov qarz so'rab kelsa ham berib yuboradi-da shu pulni. Shunday. Birov qarz so'rab kelganligi qanaqa yo'q deyishni bilmasangiz, nedvижимостьga kirib qo'ying deyman. Ya'ni bu yolg'on gapirganingiz yo'q. Men ertaga bola chaqamni niyatida nedvижимостьga kirganman. Meni majburiyatim bor. Voy, men bordim, so'radim, puli bo'lib qarz bermadi emas. Pulim bor, lekin men har oy men butun to'laydigan $1000 pulim bor. Hozir senga bersam, sen qachondir pulim bo'ladi deb bermay qolsang, bir oyga deb olgan pulingni, men qiynalib qolaman deydigan ma'noda yaxshi ma'nodagi asosi bo'ladi. Bir xilla yo'q deya olmay xijolat bo'lgandan butun toat ibodatda yiqqan pulni ikki qo'llab beraveradi, keyin xafa bo'lib yuradi. Bu yerda yo'q, men niyatim farzandlarim ertaga katta bo'lishi bor. Men hozirdan ertani o'ylamasam, qish g'amini yozda yemasam, ertaga men qiynalaman, bolalarim qiynaladi. Sizdan oldingacha siz yaxshi so'raganingizda yomonsiz bo'ladigan holatlar bo'ladi. Shu niyatda ham balkim men mulk qilib qo'yaman,
qarigan chog'imda shu mulkim menga oyiga $1000 pensiyamni berib turadi. Pensiya beradi. Man mulk qilib qo'yaman, bolalarimga ertaga 3-4 ta farzandim bor. Mulk bo'ladi. Paka kuchim, quvvatim 25, 30, 35 yoshimda bor. Mulkka yaxshi ma'noda odatlanish kerak. Va odatlanganda quruvchini yaxshisini tanlash kerak. Bugun rosa quruvchi ko'p. Hujjatini olmasdan, sovet qilmasdan anaqa showroomni qurib, taqqallatib qurib, keyin yillab 2, 3, 4 yillab kadastrini bera olmayotganlar bor. O'shaning uchun tanlayotganda quruvchi tayinlimi, bundan oldin qilgan ishlari nima, qilgan loyihasi qanaqa, tempi qanaqa, o'zi quryaptimi yo seryozni yaxshi, masalan, bu yerdan bilaman, ko'ch turklar bilan quradi. Yo ko'chlar juda tez quradi. O'zini puli bormi yo faqat klient puliga quradimi? Klientlardan pul qochib qolsa, boshqa bo'lib qolsa, muammo bo'lmaydimi deydigan savollar juda ko'p. Kelgan odam osa olmasa shu ma'noda 10 ta soat Husan akam shu gaplardan keyin ham keldim deb kelaversin. Osa olmasa bunda olsam qayerdan olardim. Shu niyatga qarab Alloh g'oyibidan ham sekin yetkazishni boshlar ekanda. Men pulsiz ham, ya'ni qo'limda $10,000 yo'q, kirsam bo'ladimi desa, mana xohlasangiz oyiga $1,500 30 kvadratlikni oling. Xohlasangiz bosh to'lovsiz $2,000 variantni ko'ring. Ya, unda hisobini biladi, ha, undan ko'ra sal pulni ko'p topaman, mulkli bo'lib qolaman deydigan niyatni qilsa, shunga qarab harakat ham boshlanadi. Yaxshi ma'nodagi majburiyat bo'lmasa, yetadi-ku menga deydi. $1000 yetyapti-ku endi. Yo'q, men qilishim kerak. Ertaga o'ylashim kerak deydigan niyat bo'lsa, shu bomdoddan keyin uxlamaydi-da, borib mehnat qiladi. Qiladi, 2-3 yilda zato bir mulkli bo'lib qoladi. Istalgan payt sotaman desa, yaxlat bir 50 ming, 100 ming dollarlik mulk bo'ladi. Qariganimcha bir gap bor. Sotaman desa ham biznes uchun dastmoya bo'lishi mumkin. Har xil niyat. Shuning uchun investorlar psixologiyasi rakursidan do'stlashgan bo'ldim. Manfaatli bo'lsa, izohlarda yozinglar. Yo'q, men bu yerda fikringizga qo'shilaman desanglar ham yozishsin. Shunday. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Bu o'ylaymanki ancha foydali bo'ladi. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Biz xursandmiz. Kelinglar, mana ko'ringlar. Inshaalloh bu yerda biz bermagan savollarni yana o'zingizlar kelib bersanglar, yana ham ko'proq javob olishga imkoniyat bo'ladi. Juda bo'lmaganda bir piyola choy, kofe ichib ketasiz. Shunaqa. Rahmat. Rahmat. Siz xonadon xarid qilganingizdan keyin sizga dizayn va remont ishlari kerak bo'ladi. Biz Brigada S kompaniyasi shu sohada 8 yildan oshiq vaqt mobaynida ishlab kelamiz va bu vaqt mobaynida 200 dan oshiq loyihalarni muvaffaqiyatli o'z egalariga topshirganmiz. Agar sizga ham interyer dizayn xizmatlari va remont patkulch ishlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga yaqindan yordam beramiz. Do'stlarimiz mana kelib qolishdi, pauzadan keyin davom ettiramiz. Biz-ku samimiy muloqot qildik, suhbat qildik. Sardor aka mana qo'shni bo'ldilar. Said aka men bir ikkita yaqin do'stlariga dalolat qilgan, tavsiya qilganlardan, qadrdonlarimizdan, bizga befarq bo'lmagan, bizani ko'rgan, bilgan insonlardan bir ruschada yaxshi ibora bor. Velik niya aslu xabarni. Biz o'zi aziz emasmiz, bizani aziz qilgan, biz haqida do'stlarimizni dalolati. Va albatta o'zlari oldilar, do'stlariga dalolat qildilar. Dalolat qilishi orqasida sizni talqiningiz nima? Sen meni ishontir muhabbatingga deganda, endi men nechun sevaman O'zbekiston deganda, nega sizni talqiningizda yo sizni talqiningizda insonlarga tavsiya qilishingizdagi asosiy omillar nima? Shularni ham balki ochib o'tsak, insonlarga ham investorlar psixologiyasi, ham brend mavzusida birovga tavsiya qilayotganda, sizni talqiningizda qaysi kriteriy bilan buni tavsiya qildingiz, qaysi kriteriy bilan bu qarorni qabul qildingiz va qaysi kriteriy bilan mana Said akam ham kelib qoldilar. Do'stlarga tavsiya qilganda bularni talqinida. Chunki men reklama qilsam, buni niyati sotyapti deydi. Lekin do'stlarimni dalolat qilsam, Musaid kompaniyasi albatta IT bo'yicha yechim beradi. Nima Brigada S remont qiladi. Meni talqinimda men o'zim baraka topganman, remontimni qilib bergan, men o'zim baraka topganman, IT masalalarda menga yechim qilgan desam, bu meni talqinim. Shuning uchun men o'ylaymanki, bizning do'stlarimizni talqini aynan Golden Lake misolida bizga bo'lgan samimiyat, bizga bo'lgan hurmatni albatta qadrlaymiz, lekin loyiha o'laroq va buni 2-3 ta omillarni bir ochib o'ta olsak, chunki sotib olayotgan insonlar bularni ham bir do'stlarni bir dalolatini va talqinini ko'rsa yaxshi bo'ladi. Sizlarning qaroringizga ta'sir qilgan kriteriyalarni ochsak, keyin Said akam talqinlarini ham odamlarga dalolat sifatida ochamiz. Xo'p bo'ladi. Ustoz, ruslarda bir gap bor, доверяй, но проверяй deydi. Biz ustoz shogird sifatida shuncha yildan beri ishlab kelamiz. Biz sizga ishonamiz, hamma narsani aniqlaymiz. Lekin shunaqa bo'lsa-da, endi biz ko'p qurilish ichida yurganimiz uchun, ko'p domlarni remont qilamiz, shu sohaning ichida bevosita yurganimiz uchun biz birinchi navbatda o'sha hujjatlarida,
masalan ertaga buni mana shu ko'rinishda bo'lishida ham gap muhim rol o'ynaydi, chunki biz Ibrohim akani ham yaqindan taniymiz, ularning dunyoqarashlarini bilamiz. Shu sababdan ular har doim shu o'zlariga qilgandek qiladilar. Shu sababdan biz bu loyihaga kirishimizda akam bilan ham ko'p maslahat qildik. Boshida o'tirib shaharda yana aylanib ham chiqdik. Keyin bu o'sha bizga 3 ta ko'p ta'sir qilgan narsasini sanab o'taman. Birinchisi o'sha ishonch. Quriladimi, oxirigacha quriladi inshaalloh. Yurtimiz tinch bo'lsa quriladi, xudo xolasa. Hujjatlar bormi, ertaga kadastr chiqadimi? Chiqadi inshaalloh. Buni narxi hozir masalan arzon, keyin masalan o'sadimi? O'sadi. Undan tashqari masjiddagi muhit, atrof muhitda qilingan o'sha bog'roqlar. Chunki biz ko'p remont qilib, boya intervyudan oldin aytdim, ko'p biz shu domlaga borib uylarni remont qilganimizda men ko'proq bog'iga qarayman-da. Remontni hamma chiroyli qilishi mumkin, lekin bu yerdagi muhit, atmosfera, qo'shnilar juda katta rol o'ynaydi. O'sha narsalar meni bu joydan uy sotib olishimga sabab bo'ldi. Inshaalloh yaxshi joydan uy oldik deb o'ylayman. Va yaxshi insonlarga ham qo'shni bo'lish ham muhim. Albatta, boya aytgandek, uy olma qo'shni oldik, chunki bu joyda juda ham ko'p o'zimizga yaqin bo'lgan, juda ham ko'p ustoz urovnidagi insonlar uy olgan. Ertaga shundan chiqib mana bu yerda o'tirganingizda ular ham tushsa, bemalol yaxshi suhbat bo'ladi, yaxshi bir ilm oladigan dargoh bo'ladi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki baribir hamma shu pastda o'tirib qo'shni bo'lgandan keyin bir-biriga ko'z tushadi, ko'rinadi. Yaxshi insonlar bilan qo'shni bo'lish ham juda katta gap. Menga kecha telefon qildi, Asanaga bir yaqinimiz, qadrdonimiz shu joydan olishni niyat qilishgan ekan, qaror qabul qilishgan ekan. Endi baribir pravil narsalar bor, chesni narsalar bor. O'zlarini tanimasam-da, ularning qarorini, shu joyga ketgan niyatlari yoki e'tiborlarini ta'sir qiluvchi omillari va sizni talqiningizda yo'q bu joydan olma yoki ol deyishingizga ham do'stlarning sababi bo'ladi. Aka, ko'ngil, hurmat, izzat, e'tibor yo'qotib bera oladigan imkoniyatlari bo'lsa, biz samimiyatimizni o'rtaga qo'ygan holda mehrni beraveramiz-ku, lekin bit ili nibitga olib keluvchi savollar nimadan o'tgan do'stlaringiz misolda, o'zinglarni misolda va shu narsalarni bir qirralarini ocha olsak. Xo'p, o'zi to'g'risini aytsam, o'zimni qadrdonlarim, do'stlarimni o'zimni oldimga yig'olman, chunki men ham uy olish reja qilganman, xudo xolisa. Shunga birinchi o'chirda kim qurayotgani, biz aytinglar, bu siz orqali va kim quryapti, birinchi binosimi va hokazo, bunaqa birinchi kelib chiqadigan savollarga hammasiga javob borda, ishonch bor. Ishonch bo'lgani uchun ikkinchi masala, eng asosiysi biz uchun qo'shnilar. O'sha esingizda bo'lsa, birinchi ochilish kunidan kelganda Hasan aka, o'zingiz qaysi biridan oldingiz deb sekin so'rab, bu yoqda kim bor, bu yoqda kim bor deb o'zim so'rab olganman-da. Niyat qilib qo'ygan joyimiz bor, xudo xolisa. Endi kecha men sizga chiqqanim, o'zimizdan bir qadrdonimizga mash joydan oldik deb rekomendatsiya berdim, ko'rib ketgani. Keyin hozir ular bizga chiqishyapti, o'sha ozgina выгодныйroq joylari bo'lsa, samimiy munosabatlarni topib beramiz. Ha, xudo xolisa, samimiy munosabatda men aytdim, borib ko'ringlar, xudo xolisa ustozlarimiz o'sha yerda qo'ldan kelgancha yordam beradi. Ya'ni bu yoqda ko'ramiz, muhit zo'r bo'lyapti, qo'shnilar zo'r bo'lyapti. Shunga biz o'zimiz ishonadigan, yaqin qadrdon insonlarga tavsiya qilyapmiz, samimiy. Что u yoqda ertaga farzandlarning katta bo'lishi bor, boshqalar bor. O'sha chiqqanda qo'ni-qo'shni kontingent ham shunga mos, havas qiladigan darajada bo'lsa, shunga harakat qilamiz. Keyin bu yoqda eng yana yoqqan joyi 4 gektar adashmasam joy olish, adashmasam 27% mi nimasi bor, pasatkasi bor-da. Bu juda zo'r-da. Biz bir xil joylardan uy olganmiz, u yoqda podrяд qurib tashlagan, pastdagi qo'shnilar tushsa, prosta sig'may qoladi-da. Bolalar kachelada boshqa joyda o'chirib bo'lib qoladi-da. Shunga shu jihatlari ham asosiylardan, lekin ko'p joylarni to'xtamasdan перечислять qilsa bo'ladi. Zo'r, rahmat azizlar. Haqiqatan bu juda muhim, chunki hali dinani shiori men ko'p yoqada o'zimiz uchun qildik, siz uchun ham ilindik, biz ilinamiz. Dalolat qilinglar, sababchi bo'lsak xursand bo'lamiz. Chunki pulli mehnatimizga olamiz, lekin yaxshilikka sababchi bo'lsak xursand bo'lamiz degan narsa. Ba'zida men har doim misol qilib aytaman. Infaktor to'g'risida 6 sotuq joy 90 ming dedi, ko'ngil uchun 87 bersa olaman dedim, u ham dashim qilmadi, men ham so'ramadim. Keyin sotuq 100 mingdan bo'lib ketdi. Bugun ham ko'ngil uchun olaymi, olmaymi deganda do'stlarga dalolat qilinglar. Yaxshilikka sababchi bo'lsa, albatta savollarga javob topinglar. Qarorlarni qabul qilinglar. Bu yerdagi mehr, bu yerdagi fasad 100 marta eshitgandan bir marta kelinglar, ko'ringlar. Xursand bo'lamiz. Biz atrofimizga o'zimiz havas qilgan insonlar bor. Yuzlab, minglab do'stlarimiz bor. Yuzlab, minglab do'stlarimiz, o'zlari, jigarlari, aka-ukalari, farzandlari, oila a'zolari, qadrdonlari, yaqinlariga yaxshilikka sababchi bo'lsak xursand bo'lamiz. Mana kartinka ham pulli mehnatiga oladi, lekin o'tdagi
muhitni haq hurmati zavq bilan borib bozorachar qilganmiz. Bu yerda ham xursand bo'lib qolasizlar. Qarorni har bitta inson o'zi qabul qiladi, lekin biz mehr bilan, Xudo xohlasa samimiyat bilan bu loyihaga yondashdik va bu bizni pulidan ham ko'ra portfoliomiz uchun yana nomimizni yangi pog'onaga, bizani qilgan ishlarni yangi pog'onaga chiqishiga sababchi bo'lsak, faqat va faqat xursand bo'lamiz. Azizlar, mana Said akam do'stimiz, Sardor akam do'stimiz, bu ham do'stlarimizga yuboramiz. Bu do'stlar mana siz, mana tomosha qilyapsizmiz, bizani do'stimizsiz. Vaqtingizni sarflaganingiz uchun do'stimizsiz. Samimiy inson sifatida sarflaganingiz uchun yaxshi kelinglar, ko'ramiz. O'zimizni do'stlarga klublarimiz bor, simdoshlarimiz bor, ko'zdoshlarimiz bor, yaqinlarimiz bor. Albatta nima kelinglar, xursand bo'lamiz. Menga bundan 5-6 yil oldin tanimagan odamlar telefon qiladi. Hasan aka, mana bu dom qurayotgan ekansiz. Hasan aka, mana bu dom qurayotgan ekansiz. Shuni borsam nima deysiz derdi. Bo'pti, boravering, lekin dom qurmayapman. Hasan Husan degan domchi bor ekan. Bo'ldi, men nomdan boring, e'tibor qilishadi deb qo'yardimki. Xuddi shunaqa meni qo'yadi, mana Hasan aka dom qurayotgan ekansizlar. O'zingiz boshmisiz yo reklamasiga chiqib beramiz? Yo'q, bu o'zimizniki. Bu reklamasiga chiqib berilgan dom emas. Bu haqiqatdan samimiy dom, o'zimizniki. Men o'zim shu Centers Development'da, Centers Towers va Centers Development'ing Golden Lake loyihasida boshqaruv kengashida marketing uchun, mas'uliyat uchun, qadriyat uchun, qiymat uchun mas'uliyatni olgan insonman. Dalolatga mas'ul insonman. Loyihani yuragi bor, lekin loyihani yuzi bor. Ko'zga tushganda, samimiyat ko'zga tushganda, aka, siz sababchi bo'ldingiz, orqaga qarab bitta kofe ichib keting, bir piyola choyimizni iching, mehmonimiz bo'ling deganingizda, o'sha payt yaxshilikka sababchi bo'ldingiz deb bitta osh qilib chaqirsangiz ham o'sha kunlik kelsin aka. Niyat qiluvdim, keldim, oldim. Sizga boshqa tomonlama bahramand bo'lganmiz, muxlis bo'lganmiz. Endi qo'shningiz bo'ldik. Shu yerdan o'zingizlardan uy oldik. Faqat bitta anaqasi bor, mas'uliyati bor, bitta choy qilib beraman. Xursand bo'lib qolasiz, osh qilib beraman deb niyat qilsanglar, albatta o'sha kunlarga yetkazing. Alloh yetkazsin farzandlaringlar, ota-onanglar, jigaringlar yaxshi joylarga sababchi bo'lsa, chiroyli dasturxon yozganinglarda kelib, haqqingizga duo qilib, xursandchiliklaringizga sherik bo'lish Alloh nasib qilsin. Xudo xolisa umrimiz oxirigacha tinchlikda, xotirjamlikda, farzandlarimiz shu yerda bo'lganda kelganda sizni ko'rib qolsak, aka bitta osh qilib beray desanglar, oshinglarni yeganda duo qilish Alloh nasib qilsin. Said aka, sizga kattakon rahmat. Sizga rahmat ustoz. Birinchi oshga zaklat oldingiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. Ertalabmi, obedkami? Xudo xolisa. Kelinglar, xursand bo'lamiz. Menga Sardor aka boya bir yaxshi gapi gapirdingiz. Uy vaqtida bo'lmadi, afsuski. Gazlar yo'q, kadastr yo'q dedingiz. Kadastr bo'lish uchun hamma sababi qilingan. O'zini joyi emas, joyi kreditda, joyi zalogda, to'yanaga ishonib to'y boshlaganlar qancha. shunday. Aka, yeringizni berib turing deydi. Xudo xolisa bir aka $100,000, $1 million berib turing deydi. Buni pulini, buni yerini olib boshlab olib keyin quraman deydi. Bu bechora yerini ishlata olmayapti zalogda. Bu bechora zalogini ola olmayapti. Bunisi anaqa qila olmayapti. Qancha yoki bitta uyi 10 ta odamga ham sotib olganlarni ko'pini eshityapmiz. Undan ham tashqari yomon ustoz, o'zi masalan bir xonali uyda turib, ikki xonali uy olib olaman arzonroq ekan deb o'zini yashab turgan uyini sotib kvartiraga chiqib turib, uyini o'sha pulni to'laganlar, uysiz qolib ketganlar qanchada. O'shaning uchun bu sizlarga biz o'sha tavsiya qilganimiz, kelib ko'ringlar, ichidan o'rganinglar, mana shundoq showroomlar bor. Xudo xolasa yuqori servisda inshaalloh xizmat. Gaz masalasida ochganingizda qalbga soldi. Gazni kadastr uchun ololmadi yo gazni boshqa uchun ololmadi deganlar boshqa, lekin bugungi kunda 100 ta yangi, hatto eng nufuzli kompaniyalardan 95 tasida o'zimizda hali do'xkonturni gaz deydimi? Do'xkonturni kotel. Kotel, oddiy o'zimizda prirodniy gaz orqali ovqat pishiradigan gaz yo'q. O'zingiz mana bugun hatto bilmaysiz. Nufuzli degan 10 ta developer, nufuzli degan 100 ta loyihani oling. 90 tasida oddiy o'zimizning eski uyimizda gazda pishiradigan ovqat qiladigan gaz yo'q. Siz gaz bor deb o'ylavdim deysiz. Yo'q, afsuski elektroplitalar turibdi. Bu loyihamizda 100 tadan 10 tasi bo'lsa, 10 tadan bittasi 100 ta nufuzli va ishonchlilar haqida gaplashyapman. O'shani 10 tasida bo'lsa, o'sha doktor konturni kotel deydi, prirodniy gaz deydi. Bu gaz imkoniyati bor, chunki bugungi kunda domlarga gaz berilmayapti. O'shaning uchun bu gazi bo'lsin, ekosistemasi bo'lsin, infrastrukturasi bo'lsin,
konsept o'laroq ko'chadan axrana bilan xotirjam kirishlaringiz bo'lsin. 4,5 gektar o'ralgan zona. 4,5 himoyalangan, охраняемый, nima deydi, kameralar, безопасностьlar, boshqalar e'tiborlaringiz velosipedga ketib qolsa ham axranadan ko'tara olasiz. Soat 10da kecha turuvdi, ertalab chiqsam yo'q desangiz, qaysi podyezddan chiqib qaysi podyezga kirib ketganigacha ham yo ko'chadan kimdir kirib kimdir chiqqan bo'lsa ham xatabi xotirjamlik maskani. Hatto velosipedimni xotirjam hovlida qoldirib ketsam ham ertalab tursam bolam velosipedi ko'chadan birov kelib olib ketmasligiga ishonch, chunki bu birinchi etajda dvor bez mashin deyilyapti. Mashina kirmaydi. Kechalik bittasi mebel olib keluvdi, boshqa olib keluvdi, mashinasiga solib olib ketib qolibdi desa, bunda kirib nima chiqsa ham bu охраняемый dvorda kim kelib. Lekin shahar bedarvoza emas. Bu yerda kirib, ko'rib, xotirjam, albatta yeri tegida 4,5 gektarda 1000 dan ziyod parkovka degani siz o'sha uylarni pastidan tushib, xotirjam mashinangizga chiqib, o'zingiz blokingizdan o'tirib, bemalol chiqa olasiz. Mashinangiz bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib, ikkita katta охраняемый kirdi chiqdi darvozalari bor. Nimalarning o'zi, binolarning o'zi adashmasam 10 ta edi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. 10 ta zdaniya, 10 ta korpus, 10 ta binodan iborat. Albatta buni o'zi ham 2000 dan ziyod xonadonlar uchun 2000 ga yaqin qo'shnilaringiz bor. 2000 taning ichida 20 ta bo'lsa ham ko'yingizga yaqin, eng qadrdon yaqin insonlaringiz bo'ladi. Farzandlaringiz yaxshi muhitda, yaxshi hududda va yaxshi insonlarga yaqin yuradi. Ayniqsa vodiydan keladiganlar uchun bu juda zo'r lokatsiya. Farg'ona yo'li, Farg'onadan shunda kelganlar bu yog'i aeroport, bu yog'i vokzal, bu yog'i shahar, shaharga kirishdagi eng yaqin. Bir xilla aslida ichkariroqda ekan degani bu plus. Ichkarida degani shovqindan uzoqroqdasiz. U yo'lda bo'yida domla chiroyli boshqa, albatta kimgadir u ma'qul bo'lsa, lekin kechqurunda oynani ochganda xotirjam uxlab, shovqindan, changdan yiroqdaligi ham bu ikkinchi liniya deydi bizning tilda aytganda, ichkaridaligi juda yaxshi. Ma'lumot uchun bu oldingi baza, O'zbek savdoni yo Zafaromonishi bazalar deb ko'pchilik biladi. O'sha joyi hududida joylashgan. Bu yerda juda yaxshi ekosistema, bu yerda juda yaxshi infrastruktura. Bu yoqqa yaqin Boyetdi vokzal yaqin, aeroport yaqin, shaharga bundoq kirib ketishi yaqin. Mayliman ko'pchilikka lokatsiya o'laroq qulay bo'ladi. Yana qaysi qirralarni ochamiz desangiz, mavzular ko'p. Juda ham savolga qarab davom ettiramiz. Juda ham zo'r ustoz. Men so'nggi savollarni bittasini bermoqchiman. Mana ko'p holatlarda bu ziloniy zona deganda ko'pchilik daraxt shunchaki narsa deb o'ylaydi. Men Muhammad Islomning bir gapini, intervyusini eshitganimda biz shunchalik ko'p narsaga e'tibor berdikki, hattoki bolalar o'ynaydigan o'sha hududlarida allergiyaga qarshi bo'lgan narsalar qo'yamiz deyildi bir. Ikkinchidan, o'simliklar allergiyaga qarshi. Ya'ni men har erta bahorda ozgina allergiya bezovta qiladi. O'sha gapi menga juda ham ta'sir qildi-da. O'shaning uchun mana shu o'simliklarni ham bitta qisqacha bo'lsa-da tushuntirib beraylik, keyin o'sha menejerlar bilan savol javoblar. Masala yo'q. Sardor aka, haqiqatan Muhammad Islom Centers Development rahbari, Centers Development egasi ukamiz bo'lsa, jiyanimiz. O'zi shu domdan, eng yaxshi joydan uy oldi, shu yerda yashaydi. Yashash shart. O'zi yashagandan keyin o'zini ayoliga, o'zini farzandlariga, o'zini ota-onasiga, o'zini do'stlariga nimani ilinish mumkin bo'lsa, ertaga o'zim yurgandan keyin men o'zimga shu narsani olarmidim, o'zim shunaqa joyda turarmidim deganda har bitta detallarga va bu detallarga yillar davomida pogrujeniya qilib jamoa alohida bir konsept ustida ishladi. Proyekt ustida ishladi va ular keyin zashita qildi. Bizda boshqaruv kengashida anaqa zashita qilish kerak. Chunki bitta odam pomidor ochish kerak, u emotsiyada aytgan narsasi qaysidir to'g'ri, qaysidir noto'g'ri. Bu 6ni ko'rsatsa, biz 9ni ko'rib, boshqa odamlarning ta'biri bilan aytganda kontratvetlar bilan javob berishimiz kerak. Birinchidan hududning ichidagi ma'lumot montaj jarayonida hammasini ko'rsatishadi. Nimalarni to'g'ri chochib yuborilgani. Bitta joyda shovqin yig'ilmasligi. Qattiqdir kategoriya nuqtai nazaridan zonalni 3 yoshli bolalar bo'lsa, 5 yoshli bolalar bo'lsa, kattaroq yoshdagi bolalar bo'lsa, hammasini o'zini hududlari, zonalari baqir-chaqirli bo'lib qolmasdan baribir xotirjamlikda u nimalarga, alohida jihatlarga e'tibor berdi. O'sha landshaft dizayn kompaniyalariga juda katta pul to'lab, O'zbekistonda o'sayotgan va o'sadigan va eksa qurib qolmaydigan, parvarish qilsa oson bo'la oladigan narsani konseptga zakladovat qilib,
o'shani o'sishi uchun hozir ekosistemasi, infrastrukturasi, podvalda garajlarning zonasida o'sha joylarni yana hammasini tashlab ketib bo'lsa ham chuquri, balani, boshqa narsalari yoki polivlar boshqa hammasini inobatga olishi va hattoki boya to'g'ri gapirdingiz, kerakli daraxtlar, antiallergik, allergiya bermaydigan, kerakli o'sib oladigan, qurib ketmaydigan, infrastruktura nuqtai nazaridan, landshaft nuqtai nazaridan, hattoki bolalar maydonchalarida ham taxtalik, plastmas emas, taxtalik o'sha nimalarni ishlataylikki va bu shu narsani qo'yaylik. Qo'ya oladigan narsamizni ishlataylik va ishlatgan narsamizni qo'yaylik deydigan tezalarni berishdi. Mana shu proyektni dizaynda ko'rganimizdagi natija ham xuddi shunaqa bo'la oladigan narsa bo'yicha teza ishlandi. Juda chiroyli, fayzli muhit bo'ldi. Va eng asosiysi hozirgi zamonda, mana oldingi zamonda hovlimizda zallar, uylar, boshqalar ko'p bo'ladi. Mehmonxona, boloxona, boshqa. Hozir o'sha boloxonalarning o'zi izначальный funksiyasi bo'lgan oldi. Hozir o'sha boloxonaning vazifasi, hozir o'sha mehmonxonaning vazifasi mana oldi tomonni ham albatta bu syomkani olsak, A blokimiz tegdi, korzinkani mana gaplashdik. Alisher akamlar kelishdi, ekspansiya bo'limi rahbari. Korzinkaga o'xshagan, aptekaga o'xshagan, Safiyaga o'xshagan, yana bugun eng shu xonadonning ichidagi eng muhim kerak bo'lgan tochkalar nimalar qadrli bo'lsa, u narsalarni albatta mana shu korpusimizni tagida zakladovat qildikki, shu yerda o'zida tushib, u uzoqqa bormasdan xotirjam bolam bilan marojniga boramanmi, ayolim bilan kofe ichamanmi, do'stlarim kelsa bir piyola choyga taklif qilamanmi, mabodo tug'ilgan kun bo'lib qolsa ham pastda bir chiroyli semeyni o'tiramanmi deydigan narsalarga hammasiga bir semeyni kafelarni, semeyni muhitlarni bir tashkil qila oladigan ekosistemani hamkorlik nuqtai nazaridan уже brendlar bilan muzokaralar, muloqotlar bo'ldi va buni yonida 2000 ta xonadonda eng kamida yuzlab yo minglab farzandi bo'lsa xususiy bog'cha. Bu atrofda ham alohida davlat bog'chalari bor, davlat maktablari bor. Xususiy bog'chalar bilan ham muloqotlarni boshladik. Bolam shunda kechqurun olib kirdim. Men ishdaman, ayolim o'zi shunda shu bahona chiqib magazinga kirib, bolani olib ketdi yoki magazinga kirib bolani olib borib qo'ydi. Jiyandir, boshqadir, bu insonning vaqti. Bu insonni bir yo'liga ketadigan energiyasi, bu qulayligini beradi. Men o'ylaymanki, bu kabi emotsiya jihatlari, bu kabi ekosistema jihatlari, bu kabi infrastruktura jihatlari juda muhim omil bo'ladi. Yaxshi. Judayam zo'r ustoz. Bir so'z bilan aytganda, hurmatli yurtdoshlar, bu o'ta zamonaviy turar joy majmuasi, buni konsepsiyalari chet ellardan o'rganilgan, bir nechta davlatdan qanaqa qulay bo'lsa, nima qilish kerakligi o'rganilgan va olib kelib shu joyda tatbiq qilingan. O'shaning uchun hurmatli yurtdoshlar, kelib ko'rsanglar, inshaalloh sizlarga ham yoqadi. Qo'shni bo'lamiz degan niyatdamiz. Ustoz 100 marta eshitgandan bir marta kelgan, ko'rgan ma'qul. Albatta kelinglar, ko'ringlar, his qilinglar. Bu videoda do'stlarimizga rahmat. Sardor aka, biz juda qadrlaymiz. Oqibat qilib, hurmat qilib, mehr berib, men haqiqatdan ham developer sifatida birinchilardan Sardor akamning kanallar uchun Centers Towers haqida ma'lumot berdik. Unga rahmat. Bugun mana ikkinchi loyihamiz. Allohning fazli, karami, marhamati bilan, Xudo xolisa yorug' yuz bilan bu narsalarni nasib qilsa mana qachon bitadi degan savollarga ham ochib bersak, hozir biza qurilish boshlandi. Kotlovan ishlari boshlandi. Bittada kotlovan va bittada qurilishlari olib boriladi. 10 ta korpus 2000 dan ziyod xonadon bo'lsa ham, Alloh nasib qilsa oldinma-ketin bosqichma-bosqich qurib bitilib topshirsa ham 27-yilda kalit beramiz. 28-yilda kadastr ishlari start beriladi. 28-yilda kadastr olasiz. 27-yilda kalitni olganingizdan keyin Alloh nasib qilsa remont ishlaringizni boshlaysiz. Remont qiladigan bo'lsangiz 2000 ta xonadonda Sardor aka, bular hammasi sizning klientingiz bo'lishi mumkin deydi. Infaktori ham remontini mana biz baraka topdik. Sizlarni azizlarni qadr qalbdan joy topdik-ku. Infaktori ham remontlarni shu brigada S jamoasi, Sardor akamning jamoasi xizmat qilib berishdi. Ko'p do'stlarimizga ham tavsiya qilganmiz. Juda chiroyli, fayzli, tajribali nima deydi, quruvchi kompaniyalari bor, arxitektor, dizayner jamoadoshlari bor. Men o'ylaymanki, bular ham Hasan aka, bular bizani dalolat qilishgandek, biz ham bularni dalolat qilamiz. Qaysi domdan olishinglardan qat'iy nazar, avvalambor bularning yuzini yorug' qilsin. Brend bu ishonch deymiz, ishonch mani dalolatim, mani tavsiyamdan tashqari bularni ham, bizani ham Alloh adashtirmasin. Tavsiya qilib qolamiz, Xudo xolasa. Biz xizmatdamiz.